To'g'risi Germaniyaga chiqib sadoqli yasaga ketishga nisbatan. Xo'p, boshladik. Aytganimdek, Telegramdagi yozib qoldirilgan savollarga bitta-bitta javob beraman. Xo'p, Islom Ismoilov. Va alaykum assalom. MFA uchun B1 qilish davomida nimalarga e'tibor berish kerak? Faqatgina til sertifikati. Shunga e'tibor berasiz xolos. Keyin ishga topshirayotgan o'sha ish beruvchini qayerda joylashganiga ham e'tibor berib qo'ying. Ya'ni qimmat shaharlarda bo'lsa qilish tavsiya qilmayman MFA. Ya'ni misol uchun bo'lishi mumkin Berlin, bo'lishi mumkin Bavariya, Frankfurt, bu shaharlar qimmat. MFA sifatida u yerda ishlaydigan bo'lsangiz, yotoqxonangizni, ya'ni kvartirangiz o'ziga yaxshigina pul sarflashingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun tavsiya qilmayman qimmat shaharlarda MFA qilish. Lekin ketib olish uchun yo'qdan ko'ra o'sha ham zo'r. Germaniya oila birlashtiruv vizasi haqida experiences. Qancha vaqt ketar ekan yangi oilalarga viza olish potensiali? Xo'p, 0 dan boshlab, ya'ni Antrak Azizdan boshlab viza olgunizcha taxminan 6 oy plus minus 2 oy, 3 oy ketsa kerak. Chunki men avgustda 8-avgustda oila birlashtirish uchun vizaga hujjat topshirganman. Lekin haligacha biz termin olmadik. Bu degani 4-5 oy ketyapti. Уже 5-oyga o'tdik. 5-oyda hali termin olmadik. Bu degani agar termin bersa ham dekabrga viza chiqquncha yanvar oxiri bo'lib qoladi. Yanvar boshi oxiri bilmayman qanchalik tez chiqishiga bog'liq bu narsa. Lekin olsa bo'ladi. Oilaga viza 100 dan 100 chiqadi. Agar hamma narsangiz joyida bo'lsa. Sarvarbek, B2 sertifikat bor. 4-kurs ukangizga qanday maslahat berasiz? Qarang, B2 sertifikatingiz qo'lingizda bo'ladigan bo'lsa va 4-kurs hali boshida bo'lsangiz, ingliz tilini bilsangiz zo'r. Agar ingliz tilini bilmasangiz, ingliz tilini o'rganib qo'ying. Xalqaro shifokor bo'lish uchun ingliz tilini o'rganishga majbursizlar do'stlar. Ishoninglar, ingliz tili har qanaqasi sizga kerak bo'ladi. Shuning uchun iltimos ingliz tilini o'rganib qo'ying agar vaqtingiz bo'lsa. 4-kurs bo'lsangiz vaqtingiz bor. Qanaqa IELTS oling demayapman. Shunchaki erkin muloqot qila oladigan darajadagi va qaysidir kitobni o'qib, videoni eshitib turib, tushuna oladigan darajadagi tibbiyot xodimi bo'lishingiz kerak. Ya'ni ingliz tilini o'rganishingiz kerak demoqchiman. Shu sizga maslahat. Agar ingliz tilini biladigan bo'lsangiz va B2 nemis tili sertifikatingiz bo'ladigan bo'lsa, juda ham go'zal. Endi keyingi qism bu KPga to'g'ridan-to'g'ri tayyorlanish. Ya'ni shunchaki tibbiyot o'qing. Haftasiga 1 kun, 2 kun amaliyotga chiqsangiz yetadi. 1 kun yoki 2 kun haftada yetadi o'sha. Ishoning yetadi. Chunki baribir ko'p narsa o'rgana olmaysiz. Misol 7 kun yursangiz ham juda ko'p narsa o'rganib olmaysiz. Talaba holatingizda qo'lingizga kimdir nimadir topshirib qo'ymaydi bu yerda. Magistrlarga berishmayapti-yu. Bakalavr o'qish davomida KP va FSP imtihonlaridan o'tib ketsa bo'ladimi? Bo'ladi. Yo'q, KPdan o'ta olmaysiz, FSPdan o'ta olasiz. FSP emas, FAMETdan o'ta olasiz. Ya'ni bakalavr o'qiyotgan talaba FAMET imtihonini topshira oladi. FSPdan emas. Chunki FSP uchun diplom kerak. Nega arab davlatlari emas yoki Avstraliya emas? Arab davlatlari zo'r variant. Misol uchun arab davlatlarida hech qanaqa soliq olinmaydi, oyligingiz 6,000 dan boshlanadi, 5,000, 6,000 dan boshlanadi demoqchiman. Shu tomonlama menimcha yaxshi arab davlatlariga ketish. Lekin ya'ni minus tomonlari bor. Birinchidan, arab davlatlarida sizni hech qachon markaziy shaharlar, ya'ni katta shaharlarga qabul qilishmaydi. Katta ehtimol bilan shunaqa. Birinchi sabab. Ikkinchi sababi arab davlatlarining tabiat yo'q. Ya'ni yil davomida binoning ichida yashaysiz. Qishdan tashqari yil davomida binoning ichida yashaysiz, aylanishga bu joyga bora olmaysiz. Borsangiz ham juda ham issiq yoki yoqimsiz yoki nimadir. Shu sababli arab davlatlarini tanlamaganman. Germaniyaning bitta zo'r tomoni bor. Germaniyada haftasiga 5 kun ish bo'ladigan bo'lsa, shanba kuni xohlagan joyingizga borishingiz mumkin. Tabiat shu darajada xilma-xil, shu darajada rang-barang, shu darajada go'zal. Shu sababli ham men aynan Germaniyani tanlaganman arab davlatlariga nisbatan. Men O'zbekistondan ketishimning eng katta sabablaridan bittasi ham tabiat. Ya'ni pul, boshqa narsa, tajribani shu yerda ham to'plasa bo'ladi. U yoqqa borib kelib yurib, chunki til bilganingizdan keyin pulingiz bo'lsa, agar ayniqsa bemalol chiqib kelsangiz bo'ladi. Boshqa davlatga tajriba almashish uchun shunaqa. Asosan ketishim sababi tabiat. Yoki Avstraliya emas, Avstraliya juda uzoq. Nimaga Amerika emas? Misol uchun Amerikani отказ qilgan odam Avstraliyaga bormaydi hech qachon. Shuni hisobga olinglar. Ilyosbek, masalan, siz shu bosib o'tgan yo'lingizdan shu yo'lga kelganimda yoki shuni qilganimda shu darajaga tezroq, osonroq yetib kelgan bo'lar edim deganlaringiz bormi? Albatta. Misol uchun aytayapman, 1 yilda topshirishga ulguraman deb o'ylagan edim bu imtihonni. Lekin 1,5 yil ketdi. Bu nasib, avvalambor nasib. Bu narsani o'zgartirish, boshqa narsa qilish meni qo'limdagi narsa emas. Lekin o'sha paytda misol uchun maslahatni to'g'riroq bera oladigan odamlar ko'proq bo'lganda edi yoki to'g'ri maslahat bera olishganida edi.
balki men bundan ham ertaroq qilishim mumkin edi narsa. Misol uchun Baden-Württembergda men o'zim yashayotgan viloyatda boshda kelganimda Bavariyada misol uchun FSPga 6 oyda termin beryapti ekan deyishgan. Shu eng tez edi. Bavariyada 10 oyda berilardi. Famet hali aytganimda rivojlanmagan edi. Shu sababli Bavariya topshirganim, tez berayotgani uchun topshirgan edim. Lekin afsuski Baden-Württembergdan ham sekin berdi. Endi aytmoqchi bo'lganim, Baden-Württembergga Famet o'tyapti. Hozir borganmiz. Misol uchun hozir nima qilgan bo'lardim? Hozir mashina yegan bilan hozir endi Fametga ketganimda nima bo'lardi? Borardim, Fametman Germaniyaga. Hozir borardim, Germaniyaga borib Famet topshirardim. Hujjatimni Baden-Württembergga topshirardim. 2-3 oyda Baden-Württembergda menga berishardi. Hujjat qabul qilinganligi haqida gapirganidan keyin undan keyin KP kontrakt qilardim. 3-4 oyda KP imtihonini olardim. Umumiy hisobda 8 oyda men hammasini eplay olardim. Ya'ni tayyor bo'lib borsam demoqchiman. Shu narsani qila olardim. Lekin maslahatni menga hech kim bermagan va Famet aytganimda o'sha paytda unchalik ham rivojlanmagan edi. Marhamat, va alaykum assalom. Tibbiy profilaktika yo'nalishini bitirib ham Germaniyada ishlasa bo'ladimi? Tibbiy profilaktika bo'yicha yaqinda bitta akamizni eshitdim. Birinchi odam bo'ldi. Men eshitganlarimcha, balki ertaroq borganlar bordir demoqchiman, lekin birinchi eshitganim bo'ldi. Bitta akamiz, brat yaqinda adashmasam bordi Germaniyaga tibbiy profilaktika bitirib o'zining yo'nalishi bo'yicha ishga. Birinchisi men eshitganim. Unaqa ko'p emas. Surishtirish kerak, gaplashish kerak akalar bilan. Ish topishda kuzatilgan muammolar, aytganimdek vaqt muammosi. Ya'ni ish osongina topiladigan narsa emas bu yerda. O'zbekistonda ham unaqa emas aslida, bu yerda ham unaqa emas. Osongina topilmaydi qanaqadir ish. Keyin ishga borib u yerda ishlab ko'rasiz. To'g'ridan to'g'ri kirib ketmaysiz ishga. Ko'pida shunaqa demoqchiman. Bitiruv kursiga yaqin, Ilyosbek, bitiruv kursiga yaqin qolganlar qaysi usullarni qilsa yoki qaysi ishlarni oldinroq qilsa vaqtdan ko'proq yutishadi shu yo'lda. Nima bo'lishidan qat'iy nazar birinchi nemis tilini o'rganinglar. Nemis tilini o'rganinglar, ish beruvchini, ish beradigan odamni ertaroq qidirishni boshlaydi. Vaqtdan yutishingiz mumkin bo'lgan narsa shu. Bu yoqqa borguncha demoqchiman. Agar tanlov bo'lsa, Azizbek, agar tanlov bo'lsa yo hamshira bo'lib ketish yoki MFA bo'lib ketish qaysi biri yaxshiroq asosan moliyaviy jihatdan? Moliyaviy jihatdan hamshira bo'lib ketish osonroq. Yaxshiroq. Ya'ni Pflegehilfskraft bo'lib ketish yaxshiroq. Chunki ularda qo'shimcha qilinadigan vazifalar ko'p. Misol uchun, nima desa bo'ladi? Dijurstvo, yoki Rufbereitschaft deyishadi. Amerikada misol uchun doctor on call bor-ku, yoki resident on call, ya'ni telefon qilishadi, yetib kelasiz. Shunaqa narsalar bor. O'sha tomonlama ko'proq pul ishlaydi Pflegehilfskraftdagilar MFAga nisbatan. Savolga javob berdim. SFMG borlarga afzallik bormi yo'q? Germaniya SFMG ni tan olmaydi. Yaxshi tomoni CV'ingizga plus bo'lishi mumkin. Siz SFMG'ingiz borligini ish qidirayotgan paytingizda CV'ingizga plus qilib ko'rsata olasiz. Shu yo'ldan yurib o'tganingiz. Yaxshi tomoni SFMG olganingiz to'xtanglar. SFMG o'zi vobsheta plus narsa emas. Aytaylik, misol uchun step by step 2 ni topshirgandan keyin SFMG deganda endi men shu narsani tasavvur qilib oldim-da boshda, shuni xato qilib aytyapman. Step by step 2 ni topshirgan bo'lsangiz, bu sizga plus bo'lishi mumkin. Lekin faqat SFMG ni o'zini borligi hech qanaqa afzallik bermaydi. Nigora, USMLE step 1 ga tayyorlanib, keyin step 2 ga tayyorlanishi kerakmi yoki nemis tilini o'tib, undagi imtihonlarga tayyorlanib ketish kerakmi? Bu payt davomida IELTSdan 6 nemis tilidan va sertifikat bo'lsa, Germaniyaga ketish qulaymi yoki USAga? To'g'risi Germaniyaga ketish osonroq USAga ketishga nisbatan. USAda viza muammosini o'zi ham ancha odamni qiynab qo'yadigan narsalardan bittasi. Ishoninglar, USMLEni mayda problemalari ancha ko'p. Zo'r, chotki pul ishlaysiz, yaxshi joylarda yashaysiz, yaxshi hayotda yashaysiz, lekin muammolari ancha ko'p. Amerikaga nisbatan Germaniyada 3 barobar kam pul topasiz. Kamida 3 barobar kam pul topasiz, lekin hayotingiz sal tartibliroq bo'ladi. Shu tomonlama yaxshiroq. Step, misol uchun, USMLEga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, step 1, step 2 обязательно o'qishingiz shart. Lekin agar kichkina kurs bo'lsangiz, Germaniyaga ketmoqchi bo'lsangiz, step 1, step 2 ni o'qisangiz o'z uchun foydali. Chunki step 2 ni o'qigan odam hech qachon KP-dan yiqilib qolishini tasavvur qila olmayman men, to'g'risi. Chunki KP u darajada qiyin imtihon emas. U darajada qiyin imtihon. Step 1 chalik qiyin emas imtihon. Shunchaki moralni qiynaydi xolos imtihon. Og'zakiligi yomon, ya'ni bitta subyektiv qanaqadir xatolik hisobiga imtihondan yiqilish ehtimolingiz bor. Test emasda, yomon tomoni test emas. Test bo'lsa, bilimingizni ko'rsatib bera olasiz. Lekin og'zakida u so'rayotgan narsani javob bermasangiz ham imtihondan yiqilishingiz mumkin. Shu tomoni bor xolos. Qiz bola uchun ham bu yo'l xolis tavsiyalaringizni uydagilar yolg'iz chetga qo'yishmasliklari
tushuna olmadim. Men tushunishim bo'yicha qiz bolaga shu narsani tavsiya qilasizmi? Uydagilar baribir ruxsat bermaydi-ku yoki bermasligi mumkin demoqchisiz. Tushunishim bo'yicha qiz bolaga ham tavsiya qilgan bo'lardim agar uydagilar ruxsat bersa. Chunki bu yo'l qisqa yo'l emas. Ya'ni bu yo'l birpasda erishib qolinadigan narsa emas va bu yo'l tibbiyot institutini bitirgan odam haqida ketyapti. Ya'ni tibbiyot institutini bitirgan eng yosh qiz 23 yoshmi? 17 yoshda o'qishga kirgan bo'lsa, 6 yil o'qisa 23 yoshmi? Bu yo'lni bosib o'tguncha 25 yoshga to'ladi. Agar bunga, misol uchun, o'zi uchun normal, uydagilar uchun normal bo'lsa, пожалуйста, bemalol borib bu ishni qilsa bo'ladi, qo'lidan keladi demoqchiman. Lekin da qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, kelishmovchiliklar bo'lib qoladigan bo'lsa, unda yaxshisi uylanib turibman. Turmush qurib ketgan yaxshiroq menimcha. Yoki borib o'sha yerda turmush qurish, ya'ni o'sha yerdagi o'zbek qaysidir bola bilan turmush qurish juda zo'r. Men misol uchun shunaqa tavsiya bergan bo'lardim. Ketayotgan bola yoki bo'lmasa ketgan bola yoki o'sha yerdagi bola bilan turmush qurish yaxshiroq variant. Agar sizga ham shunaqa orzularingiz, xohishlaringiz bo'lsa. Ikrom Hafizov, hozirda fanat imtihoni qaysi Bundeslandda? 5 ta Bundesland bor, konkretni eslolmayapman, lekin aniq Bavariya, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarlandda ham bo'lishi kerak adashmasam va yana qayerdadir. Hessenda yoki bo'lmasa Brandenburgda ikkalasidan bittasi. Uni Famet o'zining sayti bor. Google ga kirsangiz Famet Prüfung deb yozsangiz chiqadi, saytini o'zida birinchi listni o'zida ko'rinadi. Birinchi page o'zida bor. Farzandi bilan birgalikda ketsa bo'ladi, buni yo'llari qanday? Boshda keta olmaysiz. Ya'ni birinchi ketayotgan paytingizda farzandingiz bilan keta olmaysiz. Birinchi o'zingiz borasiz, ishga joylashasiz, boshqa balobatlarlar qilasiz, keyin farzandingizni chaqirib olasiz. Hatto ketayotganda iloji yo'q. Biz o'qishni bitirguncha Germaniyada chet ellik aynan o'zbek tibbiyot mutaxassislariga talab pasayib ketmaydimi? Nechinchi kursligingizga bog'liq. Misol uchun aytganimdek FSP imtihoni ko'p joyda filtrlashni boshladi o'zi. Ya'ni imtihon sal qiyinlashishni boshladi demoqchiman. Imtihondan o'tish, imtihon emas, imtihon qiyinlashgani yo'q. Imtihondan o'tkazib yuborishlari ularni sal qiyinga o'xshayapti oldingiga nisbatan. Lekin hali to'lmaydi. Nimaga? Chunki Germaniyadagi vrachlarning juda ko'pchilik. Germaniyada vrach yetarli, Germaniyada vrach ko'p. Lekin vrachlar to'liq stavka ishlamaydi Germaniyada. Yarim stavka ishlaydi. Germaniya vrachlarning ko'pi, 40 yoshdan o'tgan vrachlarning juda ko'pchiligi yarim stavka ishlaydi xolos. Chunki o'sha topgan pulni o'zi hayot uchun bemalol yetadi ular. Shuni hisobiga vrachlar yetishmovchiligi bor edi deb o'ylayapman. Chunki men ko'rdim shunaqa, juda ko'p vrachlar yarim stavka ishlaydi xolos. Qanday qilib Germaniya magistraturani o'qish ham aytib o'ting va hozirdan nimalar qilish kerak? Germaniyada magistratura yo'q do'stlar, Germaniyada rezidentura bor. Rezidentura bizdagi ordinatura bilan bir xil narsa. Hozir aytgan yo'lim bo'yicha, ya'ni meni holatimga tushganingizdan keyin, Kindesprüfung aprobatsiya imtihonini topshirib bo'lganingizdan keyin ish qidirasizlar. Klinikalarga hujjat topshirasizlar. O'sha o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha, xohlagan yo'nalishingiz bo'yicha topshirib o'qishga, o'sha yerga ishga kirishingiz bilan o'zi sizda Weiterbildung, ya'ni rezidentura boshlanadi. Bu o'qish emas, bu ish. Bir stavka o'sha yerda vrach sifatida ishlaysiz, faqatgina professor qo'l ostida. Siz kimgadir nima bo'ladi? Отчет berasiz doim. Va o'sha professor bilan birgalikda patsientlarni davolaysizlar. 5-6 yil davomida ham ishlab, ham o'rganasiz. Mana shu narsa rezidentura. Germaniyada shifokor bo'lib ishlashda USMLEning ahamiyati qanday, pluslari bor va shu haqida batafsil tushuntirib bersangiz. Juda katta pluslari bor USMLE. Men USMLE o'qigan bolani tibbiyot mohiyatini tushunadi deb bilaman. To'g'risi. Chunki o'zbek va rus adabiyotlarini o'qib chiqib turib, siz mohiyatini tushunib olishingiz juda qiyinroq bo'lgan narsa. Tushunasiz, misol uchun qiyinroq, tushuntirishi qiyinroq. O'sha rus yoki boshqa adabiyotlar bu narsani tushuntirib berishi qiyinroq. Shuning uchun USMLE o'qigan odam mexanizmini misol hech bo'lmaganda tasavvur qila oladi. Tasavvur qilgan bola, o'sha narsani tushungan bola klinik xohlagancha fikrlay oladi. To'g'ri fikrlay oladi. To'g'ri fikrlay oladigan odam yaxshi vrach bo'lib ishlay oladi va qiynalmasdan ishlay oladi. Shu tomoni bor. Misol uchun umuman praktikangiz yo'q, lekin USMLE o'qiganingizda, nazariy zo'r o'qib qo'yganingizda demoqchiman. Nazariya dahshat demoqchiman. Ko'pchilik aytadi-ku, nazariyang bo'lgani bilan amaliyoting bo'lmasa bir tiyin deydi-ku, noto'g'ri narsa. Misol uchun nazariyasi bo'lmagan odam amaliyotni 3 yilda o'rgansa, ya'ni amaliyotda nimadir 3 yilda o'rgansa, nazariyasi bo'lgan odam o'sha narsani 1 yilda o'rganadi yoki 6 oyda o'rganadi. Juda ham tez o'rganadi demoqchiman nisbatan. Shuning uchun tavsiya beraman, nazariyani kuchaytiraylik iloji boricha. Chunki aytganimdek talabaga uncha-munchasi baribir amaliyotda nimadir berib qo'ymaydi. Aytganimdek magistrlarga bermayotgan odamlar talabaga nimadir ishonib topshirmaydi. Oson o'rganasizlar. Juda ham nazariya yaxshi bo'lsa.
Mr. Sherzodbek Germaniyadan o'qib kelib o'zbekda ishlab keta olamizmi? Menimcha ha. Nimaga yo'q? Hozirgi darajangizga yetib kelguningizcha bosib o'tgan har bitta yo'lingiz, bajargan ishlaringiz, qaysi jarayonga qancha vaqt sarflaganingiz haqida. Bu narsani aytib ketdim-a. O'sha aytganimdaqa 2024 4-martda kelgan bo'lsam, Germaniyaga borgan bo'lsam, 1-mayda hujjat jo'natgan bo'lsam, hamma narsaga shu 1-maydan boshlab 25-noyabrgacha shu ikkita imtihonni topshirdim. Ko'proq til ya'ni o'sha yerdagi madaniyatga moslashish, tiliga moslashish, til qiyin, ishoninglar. O'zbekistonda sabr qilib ketsangiz ham borib qiynalasiz. Chunki ularda shevada gapiradi, ularda kontekst boshqacharoq. Siz o'qigan adabiy tilda gaplashish ya'ni adabiy tildagi narsalardan foydalanmasligi mumkin. Shu narsalarni hisobga olish kerak. Shahrizoda Mamasharipova: KPFSP tayyorlashni Germaniyani o'ziga kelib qilgan yaxshiroq desangiz, bakalavr diplom davomida tibbiy baza USMLE tayyorlanish step 1 oladigan bo'lsak, keyinchalik rezidenturaga CV yig'ish uchun ham foydasi tegishi mumkinmi? Yoki maslahat bermaysizmi? KP imtihoni bilan USMLE o'xshash qiyinmi? Qaranglar, agar kichkina kurs bo'ladigan bo'lsanglar, birinchi navbatda ingliz tilini o'rganishni tavsiya qilaman. Keyin nemis tilini o'rganishni tavsiya qilaman. Agar shunda ham 3-kursdan kichkina bo'ladigan bo'lsanglar, USMLE sistemasi bo'yicha o'qishni tavsiya qilaman, lekin USMLE olishni emas. Chunki katta baribir, misol uchun USMLE imtihoniga tayyorlanish bu ancha vaqt talab qiladi. O'qish boshqa USMLE sistemasida, lekin USMLE imtihonini topshirish boshqa narsa. Farqi bor o'rtasida. Ya'ni farqi deganim vaqt farqi bor, energiya farqi bor-da. Shuni hisobga olinglar. Qiynalasizlar, ya'ni ko'p noto'g'ri vaqtni keraksiz narsaga sarflab qo'yasiz. CVga ha plusi bor, lekin sarflagan vaqtinchalik plusi yo'q. Shuning uchun uni o'rniga agar shu 3-kurs bo'lsangiz ham qilsangiz bo'ladi. Lekin 5-kurs bo'lsangiz o'sha KPni boshlayring. Azizbek Abdullayev: akam, sizni intellektingiz olishingiz yuqoriroq. Endi bir narsa qilib bayka olgan o'rtacha odam Germaniya medbrat bo'lib ishlab necha yilda imtihonlardan o'tishi mumkin. Kamida hamma narsadan kechish kerakda. Nima deb o'ylaysiz bu yo'lni tanlash uchun? Xo'p, o'rtacha hisobda 2 yil ketadi. Menimcha o'rtacha, chunki 3 yilda ham hali erishmagan bolalar bor-da. Lekin o'rtacha o'sha 1,5-2 yil ketsa kerak. Shu imtihonlarni hammasini topshirib bo'lish uchun 1,5-2 yil menimcha baribir ketadi. Endi hammasini kechish deganda boshdan oxirigacha hammasidan ketish emas. Aynan imtihonga yaqin hammasidan ketish kerak. Ya'ni hammasidan ketish deganda sizni chalg'itadigan hamma narsani yig'ishtirib qo'yishingiz kerak. Hop, keyingi savol: shifokorlik yo'nalishida ko'pi bilan ming jo'natsa bo'ladigan, odatda jo'natib ham bo'lmaydigan ishga borishni tavsiya qilasizmi? Chunki Germaniya blogerlari mingdan jo'natadigan bo'lsangiz kelmaganingiz ma'qul deyishyapti. Siz nega 30 soat ishlayapsiz? Bu qoplayaptimi aka? Qaranglar, 30 soat ishlayapman. Bu qoplayapti. Nimani qoplayapti? Bu yashashni qoplayapti. O'sha yerda yashashim va uyga примерно bir orttiradigan bo'lsam 400-500 o'sha yerdagi oyligimdan orttiraman. Menda boshqa doxodlar borligi uchun bu unchalik bilinmayapti menga. Lekin aytganimdaqa bu 30 soat aslida unchalik qoplab tashlamaydi. 40 soat ishlasangiz, misol uchun u yerda oilangiz bilan yashashingiz mumkin, bemalol. Yoki uyingizga 1000 jo'natishingiz mumkin. MFA sifatida bir stavka to'liq ishlab turib, 40 soat ishlab turib, uyga oyiga 1000 atrofida pul jo'nata olasiz. Lekin tavsiya berishayotgan bo'lishi mumkin, 1000 jo'natadigan bo'lsang, bormaganing ma'qul deyishayotgan bo'lishi mumkin. Qaytaraman. Bu narsa sizni hamma nimasi bo'ladi. O'zingizdagi qanaqadir xususiyatlar, o'zingizdagi situatsiya, holat, hammasidan kelib chiqqan holatda hal qilinadigan, qaror qilinadigan narsa. Men bormang deya olmayman. Kim uchundir 1000 katta puldir. Kim uchundir 1000 kichkina puldir. Bu narsani bilmayman. O'zbekistonda turib 1000 topish ham unaqa qiyin narsa emas. Endi boshiga qiyin, to'g'ri, boshlanishda qiyin, lekin keyinchalik qiyin emas. O'sha 1000 topish. Endi Germaniyada shu 1000 ga to'g'risi men oyligimni olyapman-u, qanaqa ish qilayotganimni juda yaxshi bilaman. Men o'sha energiya bilan, ya'ni sarflayotgan, o'sha Germaniyada o'sha ish uchun sarflayotgan energiya bilan O'zbekistonda 300-400 dollar pul topa olaman xolos, maksimum. Ya'ni aytmoqchiman, ish juda ham oson. O'sha to'layotgan oyligiga nisbatan ancha oson ish qilamiz. Xudoga shukr, ko'z tegmasin, lekin shunaqa. To'g'risi, u yerda 1000 topish osonroq. Vrach bo'lib ish boshlaganingizdan keyin ham u yerda qanaqadir o'zingiz oilangiz bilan yashayotgan bo'lsangiz va oilangizda bitta o'zingiz ishlayotgan bo'lsangiz, uyga uzoq borsa 2000 yevro jo'natishingiz mumkin oyiga. 3000 ham jo'natishingiz mumkindir, lekin tejabroq pul ishlatishingizga to'g'ri keladi menimcha. Undan ham ko'p jo'natish mumkin, faqat hozircha bilmayman, to'g'risi. Nazariy jihatdan shu 3000 gacha jo'natish mumkin deb o'ylayman oyiga. Vrach. Shunaqa qisqasi. U pulga bog'lamaylik, iltimos. Germaniyada boy bo'lib ketmaysizlar. Germaniya sizlarni boy qilib yubormaydi. O'zbekiston uchun boy qilib yuborishi mumkin.
umumiy hisobda unaqa boy qilib yubormaydi. Keyingi savol, hamma sizdek topshirib o'ta oladimi, nima deb o'ylaysiz? Xolis, hamma o'ta oladi. Hamma deganim endi fikrlay oladigan odam, yodlay oladigan demayapman, ya'ni xotirasi dahshat bo'lishi shart emas. Fikrlay oladigan odam bu imtihondan o'ta oladi. Fikrlay oladigan, medinstitutda o'zini kuchi bilan bitirgan odam, o'zini kuchi bilan kirgan ham demayapman. Medinstitutda o'zini kuchi bilan bitirgan odam va fikrlay oladigan odam bu imtihondan o'ta oladi. Bu imtihondan o'tish uchun nemis tilini B2 o'rganish kerak. Nemis tilini B2 o'rgana oladigan, B2 darajada hech bo'lmaganda o'rgana oladigan odam bu imtihondan o'ta oladi. Ya'ni sizda o'rtada yiqilish bo'lgani bilan, lekin odatiy shifokorlardan tezroq bo'lganda sizda litsenziya olish bo'lganda sizda litsenziya. Menda prosta tezroq bo'lganda deyapsiz. Men bir marta yiqildim FSPdan. Shunda ham 1,5 yilda o'tdim. Umumiy hisobda. Lekin FSPdan o'sha paytda o'tib ketganimda ham, o'sha fevral topshirganimda FSPdan o'tib ketganimda ham baribir ham topshirardim. Chunki FSPdan o'sha paytda o'tib ketishim KPni qanchalik tez kelishiga umuman aloqasi yo'q edi. Shuni hisobiga baribir shunaqa topshirgan bo'lardim o'shanda. Bu nasib xolos. Bu o'sha paytda misol uchun men qilmadim to'g'risi. Shuncha kayfiyatim ozgina bo'lmay qoldi, chunki men o'zimni tayyor deb hisoblab kirganman imtihonga. Duxim baland bo'lib kirganman, lekin imtihondan shu yiqilish to'g'ri qabul qildim. Faqat ozgina kayfiyat tushishi bo'lgan. Lekin baribir u ham aytganidek yaxshilikka. Baribir o'sha vaqt ketardi. Sevinch, men oilali Yusamol Stebr tayyorlanayotgan 2 ta farzandli 21 yoshman. Stebr olishimga ko'zim yetadi nasib. Lekin yaqinda qiziqib qoldim. Nemis tili o'rganib Germaniyani tanlasammi deb. Turmush o'rtog'im anesteziolog, reanimatolog. Ularni ham qarashlari o'zgartirmoqchiman. Birga ketsak bo'ladimi? Qanday yo'llari bor? Afzallik va kamchiliklari nimada? Men o'zim yo'nalish tanlagan juda ikkilanyapman, yoki kardiologiya, endokrinologiya. Hozir savol ko'payib ketdi, to'xtaydi. Xo'p, qarang, 21 yosh bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz Germaniyaga qiziqadigan bo'lsa, birinchi bo'lib turmush o'rtog'ingizni o'zini jo'natasiz. O'zi kelib, keyin sizni chaqiradi yoki bo'lmasa siz ham keyin orqasidan ish topib borsangiz bo'ladi, lekin farzandlaringiz qoladi orqada. O'sha birinchi yo'li bilan o'zi boradi, borib ishga joylashib, hamma narsani qilib, keyin sizlarni hammanglarni bitta qilib chaqiradi. Bu birinchi yo'l. Ikkinchi yo'li, u ketadi yoki birga ketasizlar ishga, lekin farzandlariga iloji yo'q qoladi. Buni iloji yo'q olib ketish. Birinchi ketayotganda farzandlar qoladi iloji yo'q. Chaqirib o'sha yerda joylashib ishga, keyin farzandlaringlarni ham chaqirib olsanglar bo'ladi va birga yashasanglar bo'ladi. To'g'risini aytaman, siz 21 yosh bo'lsangiz yoki bo'lmasa o'sha farzandli bo'lgan bo'lsangiz, USML yo'ldan ketishingiz oson emas, ishoning. Puldan muammo bo'lmagan holatda ham vaqtdan muammo bo'lib qolishi mumkin. Aytganimdek, ming kuchli bo'lib borganingiz bilan o'zingiz xohlagan yo'nalishda ishlamasligingiz ehtimolligingiz baland. Bila oldim. Xo'p, agar sizda shu yo'lni tanlash bo'lsa, yana tanlagan bo'lardingiz. Germaniyani yana tanlagan bo'lardim. Chunki aytdim-ku, bu yerda juda katta anaqalar bor. Men bitta narsani ayta olaman, Germaniyani pul uchun tanlamaganman. Germaniyani umuman pul uchun tanlamagan. Prosta imkoniyatlar uchun, hayot uchun, ya'ni yashash uchun maza qilib tanlaganman ko'proq. Klinika namoz o'qigani sharoitlar qanaqa? Hech kim hech narsa demaydi. Sharoit, misol uchun, qaysidir klinikalarda alohida namozxonalar bor. Agar mabodo yo'q bo'lsa, o'sha klinikada misol uchun musulmonlar ko'p bo'lsa, shunchaki petitsiya qilib turib, o'sha yerda bitta xonani namozxona uchun ajratishni talab qila olasizlar. Qilsa bo'ladi bu narsa. Agar mabodo yo'q bo'lsa, alohida xonaga kirib, bemalol o'sha bo'sh vaqtingizda namoz o'qib chiqa olasiz. Sizga hech kim hech qanaqa qarshilik qilmaydi. Orada namoz o'qib olgan ruxsat berishadi. Juma kunida juma namoziga masjidga borib kelsak bo'ladimi? Obed vaqti shu paytga to'g'ri keladimi? Agar ish vaqti bo'lsa borib kela olmaysiz. Obed vaqti bo'lsa borsangiz bo'ladi. Oilani qaysi etapda olib ketgan yaxshi? Oilani hech bo'lmaganda berusiylarni solib turib ish topgan paytingizda olib ketsangiz yaxshiroq. Lekin ertaroq olib ketsangiz ham yomon emas. Shunchaki yomon tomoni, ya'ni nimasi bo'ladi? Misol uchun aytaylik, oilangiz 6 oy, 1 yilda qilsangiz bo'ladigan narsani oilangiz olib ketganingizdan keyin o'sha yana 1,5 yil, 2 yilga cho'ziladi. Ya'ni 1 yilda qiladigan ishingiz 1,5 yil, 2 yilga cho'zilib qoladi. Chunki siz tayyorlanishdan tashqari oilangizga yana vaqt ajratishingiz kerak. Agar oilangiz O'zbekistonda yashab tursa, o'sha 6 oy demoqchiman, sabr qilib yashab tursa, siz o'sha 6 oy ichida o'zingiz ustingizda ko'proq ishlashga vaqtingiz bo'ladi va imtihondan o'tish uchun imkoniyatingiz balandroq bo'ladi. Tezroq o'tish uchun demoqchiman. Terminingiz bo'lsa albatta.
lekin oilangiz bilan ketadigan bo'lsangiz, aytganimdek, ishdan tashqari oilaga vaqt ajratishingiz kerak. Shuni hisobiga tayyorlanishga kamroq vaqt bo'ladi. Bu logichna narsa. Hozirda 6-kurs halicha uylanmagan, tajribangizdan kelib chiqib Germaniyaga borib imtihonlar topshirgandan so'ng uylangan yaxshimi yoki Germaniyaga ketishdan oldinmi? Bu savolni berayotgan sababi oilali bo'lish va qizlar bilan gaplashishni chalg'ishlar ko'proq bo'ladi. Bunga sizning fikringiz qanday? Bu ham aslida subyektiv narsa, ya'ni siz cho'ntagingizga, ya'ni moliyaviy holatingizga va oilaviy holatingizdan kelib chiqib bu narsani hal qilganingiz yaxshiroq. Lekin men uylanmasdan ketganman. Uylanmasdan ketib o'sha yerda yurgan paytimda o'tgan yil 24-yil 25-yil aprelda ZAGSdan o'tdim. Yaqinda uylandim. 4 kun bo'ldi uylanganim. Kelib uylandim demoqchiman. Hammasini qilib bo'lib keyin uylandim. Bu meni o'zimning xohishim. Sizni xohishingiz boshqacha bo'lishi mumkin, sizni holatingiz boshqacha bo'lishi mumkin. Tavsiya beraman uylanmasdan ketishni. Tavsiya beraman shu narsani. Nimaga? Chunki o'zingizning maqsadlaringizga sal ertaroq erisha olasiz. Bu narsa orqali demoqchiman. Ertaroq erishib, keyin sekin oyoqqa turib ketishingiz oson bo'ladi. Boshqa davlatda moliyaviy erkinliksiz, ya'ni cho'ntagingizda pulingiz bo'lmasdan turib, boshqa odamni olib ketib yashash bu qiyin narsa. Anchagina qiyin narsa. Va qo'shimchasiga yana imtihonlarga tayyorlanish qiyin narsa. Bu Rossiya emas. Ya'ni ertalab turasiz, ishga borasiz, ishdan qaytasiz emas. Bu Germaniya, bu tibbiyot xodimi, ya'ni vrach ketayotgan narsa. Shuning uchun maslahat beraman, uylanmasdan ketishni, agar buzuq bola bo'lmasangiz. Ya'ni O'zbekistonda buzuq bo'lmagan odam Germaniyada buzilib ketmaydi, ishoninglar. Misol Germaniyada ko'pchilik qo'rqadi-ku, ochiq hammasi uni o'qib yuradi, buni o'qib yuradi. Yo'q. Germaniyada buzuq bo'lmaydi. Ya'ni O'zbekistonda buzuq bo'lmagan odam Germaniyada buzilmaydi. Men shuncha bolani ko'rdim. O'zbekistonda uylanmagan, O'zbekistonda buzilmagan bola u yoqda buzilmadi. O'zbekistonda buzuq bo'lgan bola o'sha yerda ham o'sha narsani davom ettiryapti. Sal ko'proq erkinligi bor bu yerga nisbatan. Shu nuqta. U hamma gapiraveradi. U ko'rmagan odam gapirishi noto'g'ri. Ko'rmagan odamning gapiga вообще eshitishi ham shart emas, to'g'risi. Qizlar bilan gaplashish mavzusi. Qizlar bilan gaplashish mavzusi, qarang, maqsadingiz bo'lgan paytda qizlar bilan gaplashish bu juda noto'g'ri narsa. Oldingizda misol uchun maqsad qo'ygansiz, nimadir qilmoqchisiz, o'sha paytda sizga chalg'ishga nima keragi bor? Qaysidir qizni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, u bilan gaplashishingiz shart emas. Gaplashishingizni shunchaki o'ziga aytib qo'ying, ya'ni yaxshi ko'rishingizni shunchaki o'ziga aytib qo'ying, tamom. Maqsadingizga erishing, qaytib keling hali qizga. Ketayotgan paytda aytib ketsangiz bo'ladi. Shunaqa, men seni yaxshi ko'raman, sabr qil, iltimos kut. Iltimos kut. Kutmasa, demak sizni yaxshi ko'rmaydi, tamom. Xo'p, va alaykum assalom. Uylanishni hech narsani orqaga yoki oldinga surishni bog'lab bo'lmaydi. Hammasi o'zingizga bog'liq. Bu tepadagi savolga javob ekan, uzr. Va alaykum assalom. Uylanishni hech narsani orqaga yoki oldinga surishga bog'lab bo'lmaydi. Hammasi o'zingizga bog'liq. Uylansang ishing orqaga ketadi degani ham, oldin ketadi degani ham yolg'on aytganimdek, hammasi o'zingizning qo'lingizda. Da, to'g'ri. U uylangandan keyin nimadir bo'ladi, nimadir bo'lmaydi, bu 100% o'zingizning qo'lingizdagi narsa. Uylangandan keyin shunchaki ko'proq ishlashingizga to'g'ri keladi, shu xolos. Keyin savol, rezidentura haqida. Viza olish, Germaniya joy masalasi, yashash, rezidenturaga kirish uchun siz aytgan imtihonlarni topshiramizmi? Ha, rezidenturaga kirish uchun men aytgan imtihonlarni topshirasiz. Rezidenturaga kirgandan keyingi hayot. U hayot hali yashab ko'rganim yo'q. Yashab ko'rsam aytaman, xudo xolisa. Nega aynan Germaniya afzal? Buni tushuntirdim. Oila bilan viza olish oson dedingiz, sabab oila ikkisi ham medik bo'lsa-chi, topshirsa Germaniyaga, u yerga borsa, oila bilan farzand ko'rsa nima bo'ladi? Fuqarolik olsa bo'ladimi? O'zim qiziqib so'radim. Ha, ikkalanglar ham ketsanglar bo'ladi. Bitta joydan ish topib ketsanglar sal qiyinroq, ya'ni ko'proq davom etadigan proses, lekin iloji bor narsa, iloji yo'q narsa emas. Bitta joyga ishga keta olasizlar, ikkalanglar ham bitta bo'lib. Bo'lmasa o'zingiz ketib turib, oilangizni chaqirib turib, oilangizdagilari keyin ish topib turib ishlasa bo'ladi. U yerda farzand ko'radigan bo'lsangiz, O'zbekiston fuqaroligini oladi farzandingiz, elchixonada sizga metrga beradi. Farzandingiz O'zbekiston fuqarosi, faqat tug'ilgan joyi Germaniya bo'ladi. Dilmurod, va alaykum assalom. Uylanish vaqtida nikohlanish kerak. Foydalari ko'p, halovatingiz bo'ladi, gunohlardan tiyilasiz, soliha. Boyagini javob ekan bu ham demak. Nasib qilsa otalik mas'uliyatini his qilasiz, oilangizda halol boqib qanchalik savob olasiz. Karyera, moddiyat va boshqa dunyoviy masalalar sabab nikohlarni orqaga surish kerak emas menimcha. Oila hech qachon sizning yuksalishga ta'sir qilmaydi. Odatda g'ayridinlar shunaqa qilishadi. Uylansam karyeram qolib ketadi, topish tutish yaxshi emas. Demak, farzandli bo'lmay turishim kerak. Bu sizning fikringiz. Bu sizning fikringiz. Bitta narsani maslahat bera olaman. Orqangizda sizni qo'llab turadigan degani cho'ntagingizga pul solib qo'yadigan degan nazarda tutyapman. Cho'ntagingizga pul solib qo'yadigan odam bo'lmasa, lekin sizni kattaroq maqsadlaringiz bo'lsa, erta kunda uylanib olish bu noto'g'ri narsa.
sizni qo'llab turadigan odamingiz bo'lsa va maqsadingiz bo'lsa, sizni короче orqangizdan qo'llab turishsa, uylansangiz bo'ladi. Maqsadingiz bo'lsa ham demoqchiman. Qiyin, hamma tomonni birdaniga eplab ketib bo'lmaydi. U sizlar hazillashmanglar. O'zingizga bir mundoq qaranglar, bir ko'chaga chiqib qancha pul topyapman men. Qancha ishlayapman shu pul topish uchun. Oilamga qancha vaqt ajratyapman? Shu savolni beringlar o'zingizga. O'zimga qancha vaqt ajratyapman? Rivojlanyapmanmi? Xo'p, 2000 pul topyapsiz ekan, rivojlanyapsizmi? Oxirgi 1 yil ichida o'zingizni rivojlantirish uchun nima qildingiz? Shu savolni o'zingizga berib ko'ring. Agar hammasini eplayotgan bo'lsangiz, пожалуйста, siz haqsiz. Men qo'shilaman fikringizga, lekin to'g'risi bu aytyapman-ku, hammaning o'zining subyektiv fikri. Men o'zim maslahatim berdim xolos. Germaniyada oila bilan yashasak, farzandlarni shu mentalitetga kirib ketish haqida nima deya olasiz? Ya'ni tarbiyasi haqida baribir boshqa dunyoqarash, boshqa din vakili. Qaranglar, bu ta'sir qiladi. Farzandga har qanaqasiga ta'sir qiladi. Xohlaysizmi, yo'qmi, farzandingizga ta'sir qiladi. Lekin nima desa bo'ladi? Siz u yoqqa borgandan keyin farzandli bo'lsangiz, farzandlaringizga vaqt sarflashingiz kerak. Har kuni uyga kelganingizdan keyin 2 soat hech bo'lmaganda farzandlaringiz bilan o'tirib uyga vazifa qiling, gaplashing, maktabda nima qildi, boshqa barobatlar. Farzandim yo'q meni. Shunchaki maslahat beryapman xolos sizga. Shunaqa qilishingiz kerak. Ya'ni tashqarida olgan zaharni ichkarida zararsizlantirishingiz kerak. Bu narsani qilmasangiz, ularga qo'shilib yomon bo'lib ketaveradi. Yomon emas, ular ham yomon emas. Shunchaki ular dunyoqarashi boshqacha bo'lgan odamlar, dini boshqa bo'lgan odamlar. Yerda ham musulmonlar bor. Prosta o'zbek musulmoni bilan, misol uchun O'zbekistondagi musulmon bilan aytaylik arab musulmonlarining farqi bor. Yoki o'zbek musulmonlari bilan Dog'istondagi musulmonlar ozgina farqi bor. Shunga o'xshagan narsa. Hamma joyda musulmon bo'lgani bilan bir-biridan katta emas, ozgina-ozginadan farq qiladi. U boshqa dinni ichida yashayapti degani boshqa dinga kirib ketadi degani emas. Yerda musulmonlarga yetarlicha sharoit bor. Farqi bizga o'xshab turib, har 4 kilometrda masjid yo'q. Masjid sal kamroq u yerda. Shu farq. Savolim MFA bo'lib ishlash uchun amaliyotga ega bo'lish kerak. Yo'q, muhim emas. MFA bo'ladigan bo'lasangiz, amaliyot umuman kerak emas. O'rgatishadi. Bir haftadan 1 oygacha o'rgatishadi o'zlari. 6-kursman, ingliz tili bilan, nemis tili bilan, faqat fundamental fanlarni o'qiganman. Deyarli amaliyot qilmagan. Bu qanchalik qiyinchilik tug'diradi? Menda ham amaliyot bo'lmagan. Men o'zim o'rganganman. O'shiga borib o'rgandim demoqchiman. MFA ishlaydigan odam kompyuterni qanchalik bilish kerak? Kompyuter zo'r bilishi kerak. MFA bo'lish uchun emas, Germaniyaga borish uchun kompyuter zo'r bilishi kerak. Chunki ular qog'ozdan chiqib bo'lgan o'sha. Ya'ni qog'oz ruchkadan chiqib bo'lgan. Ya'ni qog'ozga yozib o'tirishdan chiqib bo'lgan. Hammasi kompyuterda yozib, kompyuterda saqlanib qilib, o'shani kompyuterdan printerdan chiqarib ishini qilib yuribdi. Shuning uchun kompyuter zo'r bilishi kerak. Zo'r bilishinglar deganda o'sha ofisning hujjatlarini hammasini zo'r tushunishinglar kerak, zo'r yoza olishinglar kerak. Xurshida keyinchalik O'zbekistonga qaytib kelsa, Germaniyada tintasib bilan bu yerda ishlash mumkin. Bo'lsa kerak, bo'lishi kerak. Kimdir qaytib kelganini ko'rmadim hozirgacha, lekin bo'lishi kerak. Baribir hamma bir kun ham qaytib kelaman deb ketar. Shunaqa. Germaniyada ish topish uchun balki qaytib kelgis kelmas. Shunisi ham bor-da. Germaniya ish topish uchun qanaqadir ishlagan bo'lish kerakmi? Ya'ni bu bizga yordam beradi. Yo'q, yordam bermaydi to'g'risi. O'zbekistonda ishlaganingiz deyarli yordamsiz. Xo'p, Rasulov Jasibek. Sizning holatingizda KPdan keyin ota-ona turmush o'rtog'ingizni olib kelasizmi bir vaqtda? Ha. Ota-onam emas, turmush o'rtog'im ha, lekin ota-onamiz hali keyinroq. Olib kelish degan ota-onam o'z u yoqda yashashini men tasavvur qila olmayman. O'zlari ham tasavvur qilisha olmaydi. Uzoq vaqt yashashini demoqchiman. Chunki bu yerda ular o'zi 50-60 yil yashab qo'yishdi. Shuning uchun menimcha ketishmasa kerak. To'liq ketishmasa kerak demoqchiman. Umumiy qanaqa hujjat kerak bo'ladi? Tashmilda o'qiyotgan payt bilimlarni nemis tilida olish shartmi? Tashmilda o'qiyotganingizda bilimlarni nemis tilida olishingiz shart emas, nemis tilini o'rgangan bo'lishingiz shart. Nemis tilidan sertifikatingiz bo'lishi shart ketish uchun. 1-2 yil uvash bo'lib ishlab keyin borgan yaxshimi, institutda tugatib yo darrovmi? Bu sizga bog'liq. Agar bu yerda uylanib, keyin hamma narsamni joy-joyiga qo'yib ketaman desangiz, 1-2 yil uvash bo'lib ishlang. Bo'lmasa to'g'ridan-to'g'ri keting. Qancha tez ketsangiz, shuncha tez maqsadlaringizga erishasiz. Shu tamom. Tarjimai hol, motivatsion xatlar uchun maslahatlar. Professional yondashing. Qisqa qiling, lo'nda qiling, qiyin ishlaringizni qiling. Chunki ko'p joyda o'sha intervyularda aynan CV'ingiz bo'yicha, motivatsion xatlaringiz bo'yicha savollar beriladi sizga. Javob bera olmay qolsangiz al degan bo'lasiz. Bitta o'tkazib olasiz. Zap to'ldirishdagi xatolar, e'tibor qilish kerak bo'lgan punktlar haqida. Zap to'ldirishda xatolik bo'lishi juda qiyin narsa. Zap 100dan 100 chiqadigan narsa. Ya'ni aniq chiqadi demoqchiman. Shuning uchun bunda e'tibor beradigan narsa unchalik ko'p emas. So'ragan narsasiga javob bering bo'ldi, tamom. Muhammad Toha
o'zbdagi 4-5-6 talabalarga maslahatingiz amaliyotni kuchaytiraylikmi, shogird tushib klinikada ishlab yoki nazariy bilan tilni kuchaytirib? Til nazariya. Misol til degani B2 darajada o'rganib qo'yinglar, zo'r qilib yetadi. Shu bilan endi B2 darajadagi biliminglar bilan tibbiyotni o'rganinglar. Ingliz tilida ham Germaniyaga ketsa bo'ladimi? Biz diplomimiz o'tadimi? Yoki u yerda ham o'zlarining ekzamlari bormi? Ingliz tili bilan keta olmaysiz. Ingliz tili bilan u yerda qaysidir yo'nalishda magistraturaga ketsangiz bo'ladi. Ya'ni xususiy universitet, davlat universitetlariga tibbiyotga aloqasi, tibbiyotga yaqin, lekin haqiqiy tibbiyot bo'lmagan yo'nalishlarga magistraturaga ketsangiz bo'ladi. Va umumiy ketadigan xarajatlar yoki tashmini bitirib Germaniyaga qo'liga asl litsenziya olish uchun. Umumiy xarajatlarni to'g'risi bilmayman. Chunki ketkingacha aytganimdek 2,5 ming, 3 ming o'sha xizmat uchun kimgadir bersangiz, yo'l kirangizga ketadi, vizangiz ketadi, 4 ming rasxod bilan ketasiz Germaniyaga. U yerda pul topishni boshlaysiz. Imtihonlarning narxi FSP 500 atrofida, 500-550 atrofida, KP 950, 1100 atrofida. Shu rasxod xolos. 10 mingga bormaydi rasxod qisqasi. O'sha aytganimdek o'sha protsess davomida o'sha pul topayotgan bo'lasiz. Elit. Va alaykum assalom. Yurtimiz step 1 pas bo'lgan holatda borgan talabada Germaniya imtihonlariga o'tish osonchilik bormi? Juda oson bo'ladi. O'shani step 1 topshirgan odam, aytayapman, hamma narsani mohiyatini tushunadi tibbiyotdagi. Mohiyatini tushungan odam imtihonga oson tayyorlanadi, imtihonni oson topshira oladi. Misol uchun, meni imtihondan oson o'tib ketishimning sababi ham shu. Ya'ni aytganimdek qaysidir men stepim yo'q, step topshirmaganman, step chuqur o'qimaganman. Lekin shunchaki so'ragan narsasini mohiyatini tushuntirib berdim ularga. Ya'ni molekulyar yoki bo'lmasa biokimik holatda mana shunaqa bo'ladi, shuning uchun shunaqa ketadi. Shu orqali ko'p joyda oson olib chiqib ketdi. Bobur, necha yil qolib ishlashni mo'ljal qilib ketdingiz, bilmayman. Vaqt ko'rsatadi. Qaytib o'zimizda ishlash niyatingiz bormi? Bor. MFAga ish qancha vaqt oralig'ida topilishi mumkin? Hozir har xil. Eng tezi 3-4 oy. Eng ko'pi 2 yil bo'lishi mumkin balki. Sakura, va alaykum assalom. Nemis tili bilan birga ingliz tilini bilsa qo'shimcha imkoniyat bormi? Vrachlikda ha. Lekin MFA uchun yo'q. Endi ishingizni osonlashtiradi. Aytganimdek, любой odam bilan muloqot qilib keta olasiz, shu tomondan plyus sizga. Muzaffar, va alaykum assalom. 6-kursman MFAga borish uchun harakat qilyapman va B2 sertifikati imtihonidan o'tdim. Hozirgi holatda ish topish uchun qiyin bo'lyapti. Shuni osonlashtirish uchun sabr yo'q. Sabr ish topishingizni osonlashtirmaydi, ishoning. Sabr undan ko'ra KPga tayyorlanishni boshlang yoki FSPga tayyorlanishni boshlang. Chunki B2 sertifikat bilan ham 4 oydan buyon ish topilmayapti. Bunga nima deysiz? Menda ham shunaqa bo'lgan, aytdim-ku, men sentyabrda boshlaganman. Sertifikatsiz boshlaganman, to'g'ri, lekin o'shanda boshlaganman. Biz paytimizda ko'p emas MFAga qidirayotgan odam. Shunda ham topilish qiyin bo'lgan. Noyabrda imtihonning natijasi chiqqan, shunda ham fevralda shartnoma olganman. Bizning paytimizga уже 2 yil bo'lyapti. Yoki KP tayyorlanishni boshlashni tavsiya berasizmi? KP tavsiya beraman. B2 qo'lingizda bo'lsa boshlang. Chunki qarang, nemis tilida B2 bor, KPga tayyorlanishni boshladingiz, o'z tilingiz sabrga avtomatik chiqadi. Alohida vaqt sarflashingiz shart emas unga. Chunki grammatikasi sabrda juda katta farqlanmaydi B2. 6-kursda hozirdan terminga yozilish kerakmi yoki forapsishtimung qilsa bo'ladimi? Forapsishtimung bilan terminni ertaroq ola olmaysiz. Ya'ni ertaroq termin berishmaydi forapsishtimung bilan. Forapsishtimung bilan vizani tezroq berish mumkin ular. Shuning uchun terminga qizig'i yo'q hozir. Endi hozir terminga ariza topshirsangiz yetamikin deb o'ylayapman, chunki 6 oy, 7 oyda termin bersa, hozir dekabrmi? Shunda iyulga beradi. Diplomingiz chiqishga ulgurmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun hozir emas, 2 oy kuting, ish qidirishni ham boshlang, keyin xudo xolasa o'sha avgust sentyabrga menimcha termin berib qo'ysa, o'sha paytda topshira olasiz. Germaniyadagi vrachlar aloqaga chiqing, o'zlari topib berishadi. Vrachlar emas, shu ish bilan shug'ullanayotgan bolalarga chiqinglar. Hamma vrach ham topa olmaydi bu ish. Bakalavrni bitirib ketgan yaxshimi yoki ordinatura, magistratura o'qib ketgan? Bakalavr bitirib keting. Ketish maqsad 100% mi bitirib keting. Chunki ordinaturani ham, magistraturani ham u yerda tan olishmaydi. Bu shunchaki siz vaqt yutqazishingiz bo'lib qoladi. Shuning uchun bitiriboq keting. MFAda vrachlik ko'tarilish uchun u yoqqa yana o'qish kerakmi? Ha. MFAdan vrachlik ko'tarilish uchun imtihon topshirishingiz kerak. Buning uchun o'qishingiz kerak. Otabek, B2 sertifikat borlarga maslahat bering. Hozir ishlayapman, 6-kursman. FSP KPga tayyorgarlik ko'rishga ish bilan vaqt ajrata olmayapman. Hozirgi holatda yutqazyapmanmi? Nima maslahat berasiz? FSP KP tayyorgarlik ko'raymi? Ishni kamaytirib, sabrga harakat qilishimiz. Qarang, agar cho'ntagingiz sizga pulga muhtoj bo'lsa, ishlayring. Muammosi yo'q, B2 olib qo'yibsiz. Bu yerga o'sha ag'da misol uchun ketganingizdan keyin o'sha yerda o'zida ishlashingiz mumkin. Ya'ni o'qishingiz mumkin demoqchiman, tayyorlanishingiz mumkin imtihonga. Shuning uchun cho'ntagingizga o'sha pul kerak bo'lsa ishlang.
agar yo'q просто pul qiziqishga topyapman, ya'ni o'sha ko'chada maza qilib yurishga topyapman, yeb icharimga pul yetarli desangiz, unda yig'ishtiring ishni, KPga tayyorlanishni boshlang. To'g'risi, bayki bo'ladigan bo'lsa, chunki ag'dagi sarflaydigan vaqtingizni ozgina kamaytirasiz. Bu yerda qancha pul topishingiz mumkin? 5 million, 6 millionmi oyiga? Shuncha harakat bilan yana. Umri befoyda sarflash bu. 5-kurs oxirida imkon qila olsak, famid topshira olamizmi? Ha. Imkon qila olsangiz topshira olasizlar. Siz anchadan beri Germaniyadan fan bo'yicha ishlayapsiz va rezidenturaga o'qimoqchisiz. Siz shu yo'lni boshidan boshlaganingizda qaysi xatolarni qilmagan bo'lar edingiz va nimaga ko'proq urg'u berar edingiz? Shu yo'lni bosib o'tmoqchi. Aytdim-ku, bitta qiladigan narsam yaxshiroq surishtirardim. Qaysi viloyatlarda qanaqa termin beradi? Terminlar qanaqa berilishi demoqchiman. Ketma, tezligi, ertami, kechmi? Shu narsani surishtirardim, boshqa narsani o'zgartirmasdim. Chunki boshqa narsa o'zgartiradigan narsa ham emas. Xo'p, Nozanim, alaykum assalom. FSP KPga termin Bundeslandlarda tezroq. Buni borib surishtirsa bo'ladi. Har bittasini so'rab chiqish kerak bolalardan. Baden-Württembergda KP eng tez keladiganlardan bittasi. FSPga har xil. Imtihonlarga prep qanday bo'ldi? O'zbekdagilar avvalgi basic bilimlar bilan topshirganmisiz? O'zbekistondagi basic bilimlar ham menimcha yetmasdi. Chunki qo'shadigan narsalar ko'p edi ichida. Lekin agar misol uchun bitta o'qib yurgan kerak bo'lgan narsalarni so'rashganda bemalol yetardi. Aslida bilim yomon emasdi, lekin aytganimdek imtihonga 100 ga 100 tayyorlandim. Ya'ni 100 dan 100 o'tishga tayyorlandim. Imtihondan yiqilishga haqqim yo'q edi deb tayyorlandim. Shuning uchun tayyorlanish unchalik nimasi bo'ladi? Qiyinroq bo'ldi, tayyorlanish imtihon juda oson bo'ldi. Samandar 5 oyda qanday qilib B2 olish mumkin? Strategiyasi haqida gapirib bering. Samandar, buni strategiyasi haqida Instagramda videolar bor. Instagramga qo'yganman, qanday qilib tayyorlanganim haqida. 5 oy emas, 6,5 oy ketgan. Umumiy hisobda, ya'ni o'sha paytda 5 oy bo'lgan, ya'ni tayyorgarligim 5 oy bo'lgan demoqchiman, lekin undan oldin o'sha примерно 1 oy, 1,5 oy atrofida o'qib qo'ygan bo'lishim kerak nemis tilini deb turib qo'shib yuborganman. Chunki A1 tugatib, A2 ni boshlab turib yig'ishtirganman. A1 ga 1 hafta mumkin sarflaganman, xolos aytganimda. Shuning uchun 6,5 oy deb turib, o'rtacha hisob, o'rtacha emas, taxminan maksimum 6,5 oy ketgan deb hisoblab yozganman u yerga. Instagramda videolari bor. O'zbekistonda bakalavriat tugatib, Germaniyada magistrni topshirsa bo'ladimi? Tushunmadim. Til sertifikati bor bo'lsa, lekin bakalavriat diplomi O'zbekistonlik bo'lsa, ha, men shunaqaman. Men O'zbekistonda bakalavriat o'qib ketib, til sertifikati bilan borib, o'tda shu imtihonlarni topshirdim. FSP imtihoni qiyinlik darajasi viloyatlar kesimida farq qiladimi? Ha, qiladi. Misol uchun, eng qiyin FSP emas. FSP ni bilmayman to'g'risi. FSP dan xabarim yo'q, chunki hamma joyda har xil bo'ladi. Qiyinlik darajasi farq qiladi lekin. Qaysi joyda qiyinroq, qaysi joyda osonroq. Lekin bir xil narsa bo'lgani uchun juda katta farq bera olmaydi. KP imtihoni qiyin. KPda o'tkazilish, ya'ni o'tish protsenti kam yoki ko'pligiga qarab turib farq bor. Misol uchun NRVda Münster degan joy bor. NRV degan viloyat bor. NRVdagi Münster degan joyda imtihon olinadi. U yerda o'tish ehtimolligi juda past. 30% mi shunaqa atrofida. 30% mi, 25% mi ko'rgan edim. Rosa past o'tish ko'rsatkich. Qiyin o'tish demoqchiman. Men topshirgan joyda LMUda ham oson emasdi. 40 nechadir foizda o'tish, 45-40 atrofida edi o'tish ko'rsatkich. Ya'ni topshirganlardan ikkitasi odatda o'tadi. Ko'pincha shunaqa edi. Topshirgan. Hayotgacha. Men imtihon topshirdim, KP topshirdim. O'sha aytganimdek 4 ta odamdan ikkitasi keldi. Narigi bola yiqildi, men o'tdim. Ya'ni o'sha kuni 4 ta boladan bitta men o'tdim. Shunaqa protsenti qiyinroq, lekin boshqa landlarda, boshqa viloyatlarda bu ko'rsatkich sal yaxshiroq nisbatan. Lekin eng qiyini Münster aytganimdek NRV. Bu KP uchun, FSP uchun emas. Hozirgi paytda qaysi mutaxassislikda ishlashingiz mumkin Germaniya? Xohlagan. Xohlasam neyroxirurgiyada ishlashim mumkin, xohlasam narkologiyada ishlashim mumkin. Buni men tanlayman endi. Qayda ish joyi bo'lsa, qayda bo'sh o'rin bo'lsa, o'sha yerga topshirib, o'sha yerga qabul qilinib ish boshlay olaman. Amerikadan yaxshi tomoni shu, Germaniyani. Ya'ni Germaniyada imkoniyatlaringiz kattaroq. Shunaqa ishlagan, yaxshiroq ishlagan. FSP famid imtihonini topshirish cheksizmi? Ha, ular cheksiz. FSP ham famid ham cheksiz. Nodir Xo'ja, alaykum assalom. Famid imtihondan o'tib va u qabul qilinadigan Bundeslandda KP imtihonini o'tganingizdan keyin ish topish faqat shu hududlarda mumkin. Yo'q. KPni topshirganingizdan keyin butun Germaniya bo'ylab, nafaqat Germaniya, Avstriya, Shvetsariya bo'ylab ham bo'ladi. Shvetsariyada ba'zi bir talablari bor, lekin Avstriya, Germaniyada bemalol ish topib ishlasangiz bo'ladi, aprobatsiyangiz qo'lingizda bo'lsa.
faqat FSPdan keyin o'sha FSP topshirgan viloyatingizda ishlaysiz xolos. O'sha tomoni bor. Sabrina G'aniyeva KPga tayyorlanish vaqtida ishlagansiz hammi? Ha, KPga tayyorlanish vaqtida ishlaganman. Bekzod FSP va KP uchun tayyorlangan materiallar, kitoblar tashlab qo'yilib ketib. Albatta, bular haqida alohida bitta post qilaman. Rezidentura uchun qabul qanday bo'ladi? Shu haqida to'liqroq ma'lumot bera olasizmi? Shunchaki ish, misol uchun qayerda bo'sh bo'lsa, ular o'zi e'lon qiladi. Ko'p hamma klinikalar o'zi e'lon qiladi. Bizga mana shunaqa assistants kerak. Assistants yoki bo'lmasa invite building deb yozadi. O'sha berilgan e'longa qarab ishga hujjat topshirasiz. Men ishlamoqchiman sizlarda deysiz. Hujjatlaringizni so'raydi, intervyuga taklif qiladi, bir hafta yoki 3 kun ishlab ko'rishga taklif qiladi, borib ko'rasiz, sizga yoqish kerak, ularga siz yoqishingiz kerak, keyin o'sha yerda shartnoma berishadi. Shu bilan boshlanadi rezidentura. Suhrob Ostonov, alaykum assalom. Imtihonga tayyorlangan kitoblaringizni elektron albatta tashlab beraman, buni post qilamiz xudo xolisa. Shunda O'zBda faqat bakalavr tugatib Germaniyaga vrach bo'lib ishlab ketish mumkinmi? Albatta imtihonot albatta mumkin. 23 yoshimda 6-kursni bitiraman va menda nemis tilini C1 darajada, shunday menga ketadigan qanchalik tashkil qilishi mumkin? Tushunmadim. Menga ketadigan qanchani tashkil qo'limda ars litsenziya olish uchun minimal. Bu sizni aytganimdek qayerga hujjat topshirishingiz, sizni tibbiy bilimlaringiz, imtihondan yiqilmasligingiz holatiga qarab turib 6 oydan 2-3 yilgacha ketishi mumkin. Balki undan ham ko'proq ketar. Qancha sekin harakat qilsangiz shuncha cho'zilaveradi. Lekin 6 oyda, misol uchun, ikkalasidan eplasa bo'lishi mumkin. Ehtimolligi teoretik, nazariy jihatdan mumkin. 6 oyda KPni ham FSPni ham topshirish. Borib vaqtimoqchi. Uning uchun bitta tayyor bo'lib ketishingiz kerak. U yoqqa borib hujjatingizni tas topshirib, tas hamma narsani ular sizga test berish kerak. Lekin bu faqat nazariy aytganim. Hech kim buni amalda qilib ko'rmadi hozircha. KPga amaliy ham tayyorlandingizmi yoki nazariyni o'zi ham yetadimi? Nazariyni o'zi yetadi. Amaliyda bitta o'rtog'ingiz yotqizib qo'yib turib, o'zi ko'rib chiqasiz bitta hamma narsani. Tekshiruvlarni demoqchiman. 24 yoshimda hali shifokor bo'la olamanmi? Nazariy ha. Hozir 23 bo'lsangiz, 6-kursni bitirsangiz, ha, bilmadim. Bo'la olsangiz kerak. Men 26 yoshman misol uchun. Men to'g'risi KPni sentyabrda kutdim. Ya'ni sentyabr-oktyabrga bersa kerak deb kutdim. Agar sentyabr-oktyabrga berganda men 25 yoshimda aprobyotda arz bo'lardim. Lekin nasib tug'ilgan kunimdan 1 oy o'tib berdi imtihonni. 26 ga to'lib turib, keyin vrach Germaniyadagi aprobyotda arz bo'ldim. Shunaqa sizda ham nasib, misol uchun, ular tezroq bersa, tezroq bo'lib ketadi hamma narsa. Siz ham tayyor bo'lishingiz kerak uni ustiga. KPga tayyorlanish uchun qaysi kitoblarni o'qish kerak? Aynan 0 dan boshlab qandaydir baza bormi? Ambos tavsiya qilaman aytganimdaqa. Erta lekin ambosni misol oldin o'qimagan, tibbiyotni umuman o'qimagan odam o'qib tushuna olmaydi. Tibbiyotda bazasi sal bo'lsa ham bor odam tushunishi mumkin. Ambos. Boshqacha bazaga bilmayman nima tavsiya qila olaman. Siz kardiologiya bo'yicha KP imtihonini topshirgansiz, to'g'rimi? Oftalmologiya uchun ham boshqa savollar. Yo'q, unaqa emas, unaqa emas. Kardiologiya umumiy bo'ladi. O KP imtihoni hamma fan bo'lishi mumkin. Oftalmologiyadan ham savol tushib qolishi mumkin. Ehtimolligi past, lekin mumkin. FSPdan keyin rezidenturaga hujjat topshirsa bo'ladimi? Yo'q, FSPdan keyin rezidenturaga hujjat topshiramiz. KPdan keyin topshirasiz. KPdan keyingisini ham gapiring. KPdan keyingisini ham jon deb gapirardim, lekin undan hali o'zim yurib o'tmadim-da. Qanday gapirsam yarashmaydi hozir menga bu narsa. To'g'ri tushuninglar. Bu haligi imtihon ko'rmasdan turib, misol IELTS olmasdan turib, IELTSdan dars o'tayotgan o'qituvchi bilan bir xil qilib qo'yasizlar agar hozir mana shu narsani menga gapirtiradigan bo'lsanglar. Imtihon ko'rmagan odam bitta imtihon haqida boshqalarga o'rgatgan bo'lib qoladi-da. Bu gap kimlargadir tegishli edi. FSP yoki FAMET imtihonlari umuman olgandan keyin jarayonda lotin tilining ahamiyati qanday? Kerak. Tibbiyot uchun lotin tili kerak. O'ta mas'ul, lekin sizni professional ko'rsatib beradigan til lotin tili. Tibbiyotda. Biz qanday yo'nalishlarga topshirishimizni ham bemor qarab bemor belgilab beradimi bizga yoki spontan bo'ladi. Ordinatura yoki magistrlik diplomi Germaniya uchun tan oladimi? Yo'q, tan olmaydi. Ikkalasini ham tan olmaydi. FAMET va KP topshirish paytida MFA ishida ishlashni davom ettirgansizmi? Ha, davom ettirganman. Yo'q, davom ettirganman. MFA bo'lib ketish Ausbildungga qaraganda hozir qiyinroq ekan. Ausbildung bilan borib imtihonni topshirish variantiga qanday qaraysiz? Yaxshi qarayman, faqat moliyaviy yaxshi bo'lishingiz kerak. Ya'ni sizda pul bo'lishi kerak. Ausbildungda pul topmaysiz. Ausbildungda sizga stipendiya beradi, o'sha yerda yashash uchun. Zo'rg'a yetadi. Birga yetadi. KP litsenziyasini olgan bo'lsangiz, u litsenziya bilan boshqa davlatlarga borsangiz, Germaniyada vrach deb qabul qilinadimi yoki shunday darajada beradimi bu litsenziya?
litsenziya bilan boshqa davlatga borsangiz Germaniyada vrach deb qabul qiladimi yoki shunday daraja beradimi? Tushunmay qoldim. Qisqasi, Germaniyada KPN olganingizdan keyin boshqa davlatlarda vrach bo'lib ishlay olasiz. Xalqaro vrach unvonini olgan bo'lasiz. Germaniyada tan olingan vrach, misol uchun Arabistonga borib ham shunchaki faqat til imtihonini topshirib turib, shu til imtihoni ham ingliz tili qanaqadir imtihoni bor Arabiston davlatlarida. Shu imtihonni topshirib o'sha vrach bo'lib ishlashingiz mumkin. Undan tashqari aytganimdek, Avstriyada ishlashingiz mumkin, Shvetsariyada ishlashingiz mumkin. Shvetsariyada aynan nemis tilida gaplashadigan mintaqalarda gaplashishingiz mumkin. Vrach bo'lib ishlashingiz mumkin. Yana bitta qanaqadir talab bor Shvetsariyaga, aniq bilmayman to'g'risi. Surishtirishim kerak. Alisher, va alaykum assalom. Savolim shuki, FSPdan o'tib KPdan yiqilgan FSP litsenziyasi bilan ishlab yursa bo'ladi. Bo'ladi, ishlab yurish iloji bor. Ya'ni 2 yillik litsenziyani cho'zdirib yursa bo'ladimi? Bo'ladi. Cho'zdirib yurishni bilmayman. Misol uchun 2 yil o'sha bo'lgan bo'lsa, 2 yil ishlab bo'lgan bo'lsangiz, cho'zdirish iloji qiyin juda ham. Lekin eshitdim, cho'zdirganlarni juda kam eshitdim, bor ekan iloji. FSPdan o'tib yana MFA bo'lib ishlamaydi-ku, to'g'ri. FSPdan o'tib turish, vrach bo'lib ishlasangiz bo'ladi. Imtihondan KPdan yiqilsangiz hatto. Komiljon, alaykum assalom. FSP Famit ekzamen uchun erlabimiz dokumentlar bir xilmi? Famit uchun hech qanaqa dokument kerak emas, FSP uchun dokument kerak. Famit xuddiki aytganimdek testdavga o'xshagan, shunaqa bron qilasiz, pulni to'lab qilasiz, borasiz, topshirasiz imtihonni, shu bilan sizga sertifikat beradi, sertifikatni qo'shib beruvchilaringiz uchun antrak berasiz. Xo'p, Dilnora, alaykum assalom. Savolim hali nemis tiliga endi kirib kelayotgan, shu kungacha faqat ingliz tili bor, biroz USMLga institut bilimlariga ega 4-chi kurslar va shunga German yo'lini tanlab erisha olish protsenti qancha? Agar ha bo'lsa, nima maslahat bera olasiz? Hozir uchun va bitirishga qadar nimalar qilishni maslahat berasiz? Ya'ni nemis tili bilan uni tibbiyotini birga olib ketish ehtimoli qanday? Qarang, nemis tiliga endi kirayotgan bo'lsangiz, nemis tilini tugating tezroq. Iloji boricha tezroq B2 oling. Keyin o'sha nemis tilida sekin kitoblarni o'qishni boshlang. Tibbiyot kitoblarini o'qishni boshlang demoqchiman. Shuni o'zi yetadi. Ortiqcha narsa kerak emas. Ortiqcha narsa umuman kerak emas, ishoninglar. Boshingizdan miyadan chiqaringlar. Shundoq ham vaqtingiz ko'p narsaga yetmaydi. Faqat nemis tilini o'zini o'rganinglar, tibbiyotni o'rganinglar, tamom. Shu bilan KPN, FSPni ham topshira olasizlar shu o'zi bilan. Undan ham vaqtingiz ortib qolsa, o'zingizlar yoqtirgan yo'nalishda amaliyot qilinglar. Unda ham 7 kun emas, haftada 2 kun yetadi. Umumiy qancha summa ketdi? Xo'p, umumiy ketgan summa aytganimdek, men 2300 berganman. Menga ish topib bergan bolaga 2300 berganman. Vizaga 200 yevrocha rasxod ketgan. Biletimga 500 yevrocha rasxod ketgan. Shunda примерно 3000 yevroga men Germaniyaga yetib olganman. Xo'p, FSP topshirishimga 1000 ketdi, chunki ikkita imtihon topshirdim aytganimdek. KPga yana 1000. Bu degani 2000, 5000, 5000, 6000 ketdi xolos rasxodim. Lekin MFA bo'lib har oy 2000 dan pul topganman. Tibbiyotni nemis tilida yaxshi tushunib o'qish uchun to'xtaydi, tepada savol qolib ketmadimi? Qolib ketibdi. Doktor Zenit, va alaykum assalom. Yuqumli kasalliklar mutaxassisligi bo'yicha talab qanday? Zo'r. Talab infeksiologlarga ham anchagina katta. O'zbekistonga o'xshagan u yerda ham. Misol uchun hamma ham O'zbekistonda misol uchun ishlash xohlamaydi-ku, qaysidir yo'nalishda kimdir. Germaniyada ham xuddi shunaqa. Odamlar hammasi bir xil tuzilgan. Nastroykasi bir xil. So'ramoqchi bo'lganim, o'zimizda ham institutda PhD ilmiy ish qilib, darajani yaxshilab, norm sharoitda yashasa bo'ladi. Da. Germaniyaga borib noldan boshlab qanchalik to'g'ri shunday. Yo'q. Buni boshidagi gapimga qaytaraman. Bu o'zingizni hamma hisob-kitobingizni qiling, moliyaviy tomondan, oilaviy tomondan, kelajakdagi rejalaringiz, shu narsalarni hisob-kitob qilib ketish kerak emas hisobga oling. Lekin qaytaraman, pul bo'lsa, asosiy maqsad tavsiya qilmayman. Asosiy maqsad pul bo'lsa, Germaniyaga ketishni tavsiya qilmayman. Yaxshi hayot bo'lsa, ketinglar. Tajriba bo'lsa, ketinglar. Tibbiyotni nemis tilida yaxshi tushunib o'qish uchun nimaga e'tibor berish kerak? Qanday metoddan? Tibbiyotni nemis tilida o'qish uchun hech qanaqa metod emas, shunchaki o'qing, takrorlang. O'qing, takrorlang. Yaxshi bo'lib ketadi. Hamma narsa. Oddiy o'zbek tilida qanday o'qiysiz kitob? Xuddi shunaqa o'qing. Boshida qiyin bo'ladi. Любой tilda kitob o'qishni boshlaganingizda va любой tilda, misol ingliz tilini zo'r bilsangiz, ingliz tilidagi, misol uchun oldin umuman kirmagan yo'nalishingizda kitob o'qisangiz qiyin bo'ladi albatta. Shahboz, imtihonni o'tganingizga rahmat, kattakon rahmat. MFA qilib keta olmaslik ham mumkinmi? Boshqa faktorlarni hisobga olmaganda shaxsiy jihatdan keta olmaslik. Viza chiqmay qolishini nazarda tutayotgan bo'lsangiz, juda kam ko'rdim MFA ga отказ chiqqanini.
FSPga tayyorlaydigan qanaqadir guruh ham bormi? B2dan keyin boshlayvering dedingiz. Agar guruh deganda misol uchun tayyorlanib yurgan o'sha yerda yurgan bolalarni nazarda tutgan bo'lsangiz, Telegramda bor. Misol uchun FSP Famet nimadir deb yozsangiz chiqadi. Misol FSP Bayern deb yozsangiz chiqadi. Lekin o'zbek kurs o'tayotgan bolalarni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, kurs o'tayotgan bolalar ham bor. KP uchun tayyorlangan asosiy manbalaringizni ham kanalga yozasiz, albatta. Alohida post qilaman. Qanaqa metod bo'yicha tayyorlandingiz? Buni alohida tashlayman aytganimdek. Aka, qanday qilib KP imtihoniga tayyorlanish vaqtida kuniga 8-9 soatlab o'qishga vaqt topdingiz? O'sha vaqtda ham klinikalarda ishlardingizmi? Ha, ishlardim. Qarang, faqat bahona qilish mumkin xolos odam. U 8-9 soat vaqt topa olmaslik bu noto'g'ri narsa. Men bitta o'zim yashayman. Germaniyada bitta o'zim yashayman. Shanba, yakshanba kuni ovqat qilaman. Misol uchun shanba kuni bitta ovqat qilaman, yakshanba kuni ikkita ovqat qilaman, bittada. Endi bitta qilgan ovqatim 3 porsiya chiqadi. Endi hisoblasak 3ta qilgan ovqatim 9 porsiya chiqadi. 9 porsiya obed ujinimga hisoblaganda 4,5 kunga yetadi menga. 4,5 kunga. Shanba, yakshanba qilgan ovqatimni konteynerga solib, xolodilnikka qo'yaman. Dushanba, seshanba, chorshanbaga bemalol yetadi o'sha ovqat menga. Payshanba kuni ko'chada ovqatlanaman. Juma kuni, misol uchun chala tayyor ovqatlar bor. Pizza yoki bo'lmasa qanaqa spagetti, shunga o'xshagan ovqatlar bor, tayyor, chala tayyor. O'shalarga misol uchun turk magazinlarda, turk supermarketlarida go'sht, kolbasa sotadi halol. Shularni olib kelib qo'shamanda 5 minut 10 minutda mikrovolnovkada tayyor bo'ladi o'sha ovqatlar. O'sha ovqatni yeb turib kun kechiraman. Kechirdim, aniqrog'i. Vaqtim kam bo'lgani uchun. Endi haftasiga 3 kun dushanba, seshanba, payshanba soat 8 dan 6 gacha ishlayman. Chorshanba, juma kuni 8 dan 1 gacha ishlayman. O'sha kunlari kelaman uyga, aytaylik soat 8 da chiqib ketgan bo'lsam, soat 6 da keldim, 7 gacha o'shanimni qilaman, kutubxonaga chiqib ketaman. 7 dan soat 12 gacha kutubxonadaman. 5 soat yoki bo'lmasa 4 soat hech bo'lmagan. Chorshanba kuni kelaman soat 1 da, 1 dan 2 gacha ovqatlanaman, 2 dan 3 gacha uxlayman, 3 da chiqib ketaman, 12 gachani kutubxonadaman. 8 soat, 9 soat. Shunaqa yashadim. Haftasiga aytganim 5 kun o'qidim. Ba'zi kunlar dam olganman, misol uchun qaysi seshanba dam olganman, qaysi payshanba, lekin haftasiga 2 kun dam olganman har doim. Qissa bo'ladi buni, qolgani bahona. Asosiysi maqsad borligi, o'sha maqsadga qarab harakat qila olish. Shuning uchun hamma narsani yig'ishtirib qo'yish kerak bo'lgan paytda. Kerak bo'lgan paytda, har doim emas. O'sha vaqtda ham ishlardim, uni gaplashdik. Jasur, va alaykum assalom. 1-2ta bo'lsa kerak. Ish topib beruvchi bilan gaplashgan edim. Flegerlikka qabul qilishmayapti, doktor ekansiz deb. O'zi flegerlikka ketgan doktorlar bormi? Ha. U yerdagilar qabul qilmaydi. Uber kvalifitsiyat deydi, ya'ni sizni kvalifikatsiyangiz, malakayingiz katta, siz vrachsiz deyishadi. Shuning uchun qabul qilishmaydi ko'p emas, ba'zilari xolos. Lekin hamma ketayotgan flegerlar vrach. Bilmayman, tanimayman kimdir borligini, flegerlikka ish topib beradigan to'g'risi. Nurshod, alaykum assalom. Hozir 3-kursman. Xudo xolasa shu kursning oxirida IELTS topshiraman. 4-kursdan boshlab IELTS step 1 ni o'zim uchun, keyin nemis tilini o'rganmoqchiman. Shunga o'z fikringiz. Zo'r reja. IELTS faqat bu yildan kech qoldirmang. Stepni o'qib, misol 4-kursda o'zida o'qisangiz, qo'shimchasiga nemis tilini boshlayvering yil oxirida. Yaxshi reja, to'g'ri o'ylayapsiz. Endi xohlagan sohada ishlay olaman, rezidentura o'qimasdan ham dedingiz. Masalan, lor bo'lmoqchi bo'lganlarga o'tgan taqdirda ham lor sohasida yetarlicha bilim bo'lmasdan turib qanday ishlaydi? Kirganingizdan hamma narsani sekin-sekin o'rgatishadi. Noldan boshlaysiz hamma narsani. Bitta o'rganib borasiz. Chunki kredit berishadi-da. Misol uchun 5 yil rezidentura bo'lsa, 5 yilda bo'lingan bo'ladi qiladigan ishlaringiz. Misol uchun 1-yilda nimadir o'rganasiz, 2-yilda nimadir, 3-yilda qaror jiddiylashib boraveradi. Va alaykum assalom. Tibbiyot profilaktika yo'nalishini bitirib ham Germaniyada aytdim-ku, boya bitta bolani eshitdim hozircha. Assalomu alaykum Onajonov. Hozirda o'zbekda ba'zi tibbiy ilmiy tadqiqot institutlari Germaniya bilan shartnoma qilishyapti. Bu degani o'sha yerda olingan diplom bilan Germaniyada ishlasa bo'ladimi yoki bu agar tibbiyot sohasida bo'layotgan bo'lsa noreal bu. Har qanaqasiga Yevropadan tashqarida o'qigan bo'lsangiz, baribir KP imtihon topshirasiz. Har qanaqasiga Germaniyadan tashqarida o'qigan bo'lsangiz, Yevropada, lekin Germaniyadan tashqarida o'qigan bo'lsangiz, FSP imtihon topshirasiz. Shu. Famet, mana shu Bundeslandlarda bor mana. Rheinland-Pfalz, Bavariya, Hessen, Baden-Württemberg, Saarland va Thüringen. Thüringenda qanaqadir naqasi bor.
o'qib qo'yishinglar kerak oxirigacha. O'zini Amerikaga bordi. MFA bo'yicha yo'nalishda KP topshirib boshqa yo'nalishda ishlasa bo'ladimi? MFA yo'nalishda tushunma. MFA yo'nalishda KP topshirib unaqa narsa yo'q. MFA bilan KP boshqa narsa. Savolingiz noto'g'ri qoldi. Aziz va alaykum assalom. Stomatologiya yo'nalishidagilar uchun Germaniyada qanchalik yaxshi variant va to'liq shifokor deb tan olishga qarang. Agar raqobatga zo'r bo'lsangiz, raqobatni o'zingiz xohlasangiz, tinmasdan raqobatda bo'la olaman desangiz, O'zbekiston yaxshi stomatologiya. Yaxshi pul topa olasiz O'zbekistonda. U yerda soliqlardan ortib turib, plyus kam qoladi-da baribir. O'sha betda yaxshiroq stomatologlik. Agar umringiz oxirigacha aytganimdaqa raqobatdan cho'chimasangiz. Uylanib keyin ketishda turmush o'rtog'ini boshqa yo'nalish yoki til kursi Ausbildung orqali ketib birga yashash mumkinmi? Mumkin, iloji bor bu narsa. Va alaykum assalom Hamdona. Hozirda akusherlik ginekologiya yo'nalishi 2-kurs magistratura talabasiman. Yaqinda xalqaro akkreditatsiyadan o'tdik. O'qishni bitirganimizdan so'ng mutaxassisligimiz o'zgarganimizdan yo'q, bo'lmaydi. Tan olishmaydi baribir. To'g'ri tushuninglar. Bu yerda o'qiyotgan magistraturanglar u yerdagi rezidentni kreditlariga umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun qabul qilishmaydi. U yerda magistratura degan narsani o'zi yo'q. Magistratura yo'q bo'lib turib, siz diplomingizni qanday tan oladi magistratura o'qiganingiz? U yerda rezidentura 5 yil bo'lsa, akusherlik ginekologiya 6 yil bor. 6 yil aniqrog'i. 6 yil ular o'qiydi, siz 3 yil o'qib turib borsangiz qanday tan olasiz? Mana o'ylab ko'ringlar. Boshqa narsalar ular. Xurshidbek, va alaykum assalom. 5-kursman, nemis tilida hozirgi holatimda B1 darajadaman. B2 imtihonni topshirib, nima qilishimni tavsiya berasiz? 1 yil davomida, ya'ni Germaniyaga ketguncha. FSPga, KPga tayyorlaning. B2 olganingizdan keyin. Doniyor, va alaykum assalom. MFAga ish tartibingizni aytib bera olasizmi? Oson deyapsiz. Mana men house as practice ishlayman. Ya'ni oilaviy poliklinikada ishlayman men. Odatda ertalab 8 da turaman, ertalab 8 da ishga boraman. Ertalab 8 da borganimdan keyin patsientlar keladi. Bir 15 ta patsientdan kuniga qon olaman. 15 ta patsientdan qon olib, laboratoriyadan o'sha abrechnunglarni, ya'ni hisob kitoblarni to'g'irlab, soat 12 gacha yopaman, obedga chiqaman. 12:30 da obedga chiqib ketaman. Soat 2:03 da qaytaman ishga. Aslida 45 minut xolos tanaffusim, prosta ish yo'qligi uchun 2:03 da qaytaman men. 2:03 da qaytaman, 3 da ofitsialni ochilamiz yana. 3 da men qabulxonada o'tiraman. Kelgan patsientlarga retsept yozib beraman, направление chiqarib beraman, shunga o'xshagan narsalarni dokumentatsiyalari bilan shug'ullanib o'tiraman. Yoki telefonda o'tiraman. Telefon qilishadi, patsientlar nimadir kerak deyishadi, o'sha narsalarni hal qilib berib o'tiraman telefonda. Shu. O'shaning uchun oson deyapman. Hammada ham bunaqa emas, hammada ham mendaqa emas. Lekin hammada ham O'zbekistondagi medsestra medbrat ishiga nisbatan anchagina oson. Bunyod Ibrohim, va alaykum assalom. Hozir 5-kurs o'qish tugashiga 1,5 yil bor. Ingliz tilini o'rgandim. Germaniyaga ketmoqchiman, lekin nemis tilini bilmayman. Shunga hozir nemis tilini o'qiyapman. Meditsina bilimlarini unchalik qoniqmayman. Ingliz tilida o'rganganim ancha oson tushunyapman. Shunga nemis tilidan keyin MFA paytida bo'lsa ham bilim uchun sistemada yo'q. U xayolingizga keltirmang. 6-kursda USML'ni xayolingizga keltirmang. USML'ni men 4-kursdan kichkina bo'lgan. Ya'ni 4-kurs va undan kichkina bo'lgan. Agar 4-kurs bo'lsa ham nemis tilini bilsa. 4-kursdan kichkina bo'lganlarga tavsiya qilaman. Siz xayolingizga keltiravering, prosta tak ko'proq vaqt sarflab qo'yasiz-da. Noto'g'ri narsa to'g'risi. Undan ko'ra to'g'ridan-to'g'ri KPga nemis tilida tayyorlanishingiz yaxshi. Anatomiya kerak emas nemis tilida. Ham bo'lsa o'qib chiqing yetadi KP uchun. Shahzodbek Jo'rayev, va alaykum assalom. Zab bor bo'lsa MFAga shartnoma olish osonroq bo'ladimi? Yo'q, unchalik emas. Lekin sal ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun u sabingizni ochib turib o'qish kerak-da ular. Ular sab ochib o'qimasa foydasi yo'q. Juda ko'pchilik o'qimaydi. Agar o'qib qolsa foydasi bo'lishi mumkin. Jaloliddin Haydarov, nemis tilini B2 darajada biladigan 4-kurs talabasi qanday yo'lni tanlagani ma'qul? 4-kurs talabasi B2. Birinchisi nemis tilini C1 darajaga chiqarish yo'q. C1ga qiziqmaydi do'stlar, kerak emas. Kerak emas C1. Aytganimdek, o'zi nemis tilidagi adabiyot o'qiyotgan paytingizda C1ga chiqadi avtomatik. Sizga sertifikat kerak emas. Hozir Germaniyaga keyinchalik qolib ishlash uchun ingliz tilini bilish qanchalik juda muhim. Germaniyada vrachlar kamida 2-3 tilda gaplasha oladi. Vrachlar kamida ingliz tilida gaplasha oladi. Kamida ular vrachlar ingliz tiliga qo'shimcha yo ispaniya yo fransuz tilini biladi. Shuning uchun bilishingiz kerak.
Germaniya doktor bo'lib ishlash vaqtida ota-onani chaqirib doimiy yashashga chaqirib olish mumkin. Shoh, men ketayotgan Bundeslandda FSP 6-7 oy, KP 1 yilda keladi. Bu kutish ham normal bu. KP uchun Berufsverlabnis bilan assistent bo'lib ishlanmay o'tsa ham bo'ladimi? KP uchun bo'ladi. Men shuni qildim-ku. Men assistent bo'lib ishlaganim yo'q. MFA bo'lib turib KP topshirdim men. O'rtacha tibbiy bilim bo'lsa ham hozir amaliyot bo'ladi, iloji bor. Menda ham amaliyot yo'q edi. 1,5 oy, 2 oy kardiologiyada ishlaganman xolos men. Ishlaganda ham shogird bo'lib yurganman. Ish bo'lib turib, vrach bo'lib ishlamaganman. 4-kurs yo 5-kurs edim. Folsayt ishlab ham MFA KPga tayyorlansa bo'ladi. Yo'q, tayyorlansa zo'r. Tayyorlansa iloji bo'lsa zo'r, lekin folsayt bo'lib turib ham qilsa bo'ladi. Nodirbek, va alaykum assalom. Rahmat. Allergologiya rezidentura qilsa bo'ladimi? Tavsiya qilasizmi? Allergologiya bu qo'shimcha ixtisoslik sifatida o'rganadi. Bu qo'shimcha narsa. Allergologiya butun boshli, misol uchun siz mutaxassisligingiz bo'la olmaydi. Dermatolog bo'lishingiz mumkin-da. Dermatologga qo'shimcha allergolog bo'lib olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, aytaylik, pulmonolog bo'lib turib qo'shimcha allergolog bo'lib olishingiz mumkin. Nazariy bilimdan pastroq, lekin B2 bilan borsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ilhom, va alaykum assalom. Ota-onani Germaniyaga doimiy yashashga olib ketma-ketligini o'rganib ko'rganmiz. Siz qilinadigan xarajatlar. O'rganib ko'rganman, xarajat yo'q deyarli. Prosta kvartirangiz kattaroq bo'lishi kerak, oyligingiz yetarli bo'lishi kerak, tamom. Va alaykum assalom. KPdan keyin Avstriyada ishlayman desa, shunda ishlamoqchi bo'lgan hududda qaytadan familiya yoki yo'q, Avstriyada nemis tili. Shuning uchun kerak emas. Begzod Irkash, work and travel ketganman dedi. Shu vaqtda o'zingiz ketganmisiz yoki biror firma bilan ketganmisiz? Qaysi biri yaxshiroq? MFA ketish Germaniyani qaysi shaharni tavsiya berasiz? Firma bilan ketganman work and travelga. MFA ketishda Germaniya qaysi shahri? Katta bo'lmagan shahar kerak MFAga, chunki rasxotingiz kam bo'ladi. Katta shaharda rasxotingiz ko'p bo'ladi, ko'p pul ortmaydi sizga. Va alaykum assalom Zulumboyev. Hozir IELTS bor, nemis tili o'rganyapman. 2-kursman, nemis tili 4-kursgacha yopa olaman, xudo xolisa, va undan so'ng FSP tayyorlanish yaxshimi? Shunda shunchaki tibbiyot o'qing shunchaki. FSPni o'sha antrakt qilganingizdan boshlab, hujjat jo'natganingizdan boshlab tayyorlanishga ulgurasiz. Termin berishguncha. Talaba almashinuv bo'lib Germaniyaga ketsa qanday o'sha vaqtda chastniklarda ishlasa bo'ladimi? Yo'q, ishlamaysiz. Talaba almashinuvga ketyapsiz, o'zi praktikaga ketyapsiz-ku, nima kerak bor sizga ishlash? Iloji ham yo'q. Va alaykum assalom. Men hozir 4-kursman, ingliz tili o'rganyapman. Pre-IELTS va USML sistemasi bo'yicha o'rganyapman. Hozirda nima qilsam vaqtimni to'g'ri taqsimlay olaman? Nemis tili va KPga tayyorlanish uchun yoki hozirdan nemis tili ham boshlab tushmadim. 4-kurs ekansiz, ingliz tili o'rganyapsiz ekan, pre-IELTS ekansiz va USML sistemalar bo'yicha o'rganyapsiz ekan. Hozirdan nima qilsam vaqtimni to'g'ri taqsimlay olaman? Nemis tili va KPga tayyorlanish uchun yoki hozir nemis tilini ham boshlab turaveraman. Yo'q. Ingliz tilini oxiriga yetkazib oling. 4-kurs bo'lsangiz, shu yil o'zida ingliz tilini oxiriga yetkazib oling. IELTS o'qishingiz asl shart emas. Erkin gaplashib olayotgan bo'lsangiz, o'zi ingliz tilini yig'ishtirib turib, stipendiya kerak bo'lmasa va qanaqadir qo'shimcha narsalar kerak bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri nemis tiliga o'tib ketavering. Agar yo'q, IELTS o'qimayman desangiz, shu yil oxirigacha hal qiling-da, keyingi yildan nemis tilini boshlang. Germaniyada tan olingan shifokorning o'rtacha ish haqi qancha? Boshlanish ish haqi 5500. Boshlanish ish haqi 5500. Bu 3 xil tarif bor, ya'ni 3 xil klassifikatsiyadagi tarif bor. 5500 dan 5900 gacha birinchi yilga. 6-yilda bu 8000-9000 gacha chiqadi. 6-yilda shu 8000-9000 gacha chiqadi. Bu brutto endi. Va brutto faqat bir stavka ish, ya'ni dejurstvo, bereitschaft, shunga o'xshagan narsalardan tashqari demoqchiman. Toza ish o'zi. Muhsin, va alaykum assalom. Sportga vaqt qanchalik topa oldingiz? KPga tayyorgarlik vaqti, rejimingiz? Rahmat. Sport hayotda bir anaqasi bo'lishi kerak. Nimasi bo'ladi? Parchasi bo'lishi kerak, to'g'risi. Organizmdagi, misol uchun, zararli sizdagi suyuqliklarni chiqarib olish uchun ham, zararli energiyani chiqarib olish uchun ham sport bilan shug'ullanmasangiz hayot yaxshi bo'lmaydi. Hayot yaxshi bo'lishi mumkin, o'zingizni zo'r his qilmaysiz. Shuning uchun men haftasiga 3 kun sport qilardim. Ya'ni hech bo'lmaganda haftasiga 3 kun zalga borardim. Va haftasiga 1 kun hech bo'lmaganda kardio qilaman. Ya'ni hech bo'lmaganda 5 kilometr yugurib qo'yaman. Yoki boshqa qanaqadir kardio mashq qilishim mumkin. Odatda yugurish menga ko'proq yoqadi. Issiqda ko'proq yugurardim. Daryo bo'yida yoki masal o'rmonning ichida qaydadir yugurardim. Qolgan payt faqat zalda. Rejim shu haftaga 3 kun bemalol yetadi. KPga tayyorlanayotgan paytimda ham sport bilan shug'ullandim oktyabrgacha.
Oktyabrgacha shug'ullandim. Oktyabrdan keyin yig'ishtirdim, chunki oktyabrdan keyin ishimni 40 soatga qaytardim. Shu 40 soatga qaytarishim hisobiga sportga vaqtim kamaydi. KPga fokusim balandroq bo'lishi shart edi o'sha paytda. Shuning uchun iloji to'xtatdim. To'xtatdim degani zalga borishni to'xtatdim. Yugurish yoki отжимание, yo приседание shunga o'xshagan narsalar emas. Xo'p, terlash kerak. U sport degani просто tak o'tirib olib yoga bilan shug'ullanish. Yoga ham yaxshi bo'lishi mumkin. Terlamasangiz erkak kishiga nisbatan aytyapman, ayol kishi bilganinglar qilinglar. Xo'p, maqsad pul bo'lsa ketmaylar deyapsiz aka, lekin siz o'zingizda ham qanchadir darajada pul bo'lmaganmi? Yo'q, menda maqsad pul bo'lmagan. Meni yaqindan taniydigan odamlar juda yaxshi biladi, menda hech qachon maqsad pul bo'lmagan. Chunki men o'sha pulni O'zbekistonda turib topardim. O'zbekistonda hozirgi holatda Germaniya topadigan pulimga nisbatan O'zbekistonda ko'proq pul topardim. Hozir ham topaman. Hozir ham O'zbekistonda Germaniyaga nisbatan ko'proq pul topaman. Shuni hisobiga menda maqsad pul bo'lmagan. Keyin atrofingizda yaqinlaringiz hisobda 6 yil o'qib hech qanday narsa talab qilishmagan. Katta ehtimol shuni hisobga olsa ancha katta umid qilishmasmikin moddiy taraflama. Yo qaytaraman. U hali misol uchun pul ishlamayman degan narsa yo'q menda. Prosta tak Germaniyaga ketishdan maqsad bu bo'lmagan. Men Germaniyaga ketmasdan turib shundan yaxshi pul topa oladigan ishga ham kira olardim. Ya'ni hozir misol uchun kelib turgan qismidan tashqari O'zbekistonda shunchaki vrach bo'lib ishlasam yoki bo'lmasa O'zbekistonda qaysidir universitetga ishga kiradigan bo'lsam ham u yerdagi oyligimdan umumiy hisobda oyiga ko'p pul topardim baribir. Shuni hisobiga men pul uchun ketmadim deyapman. U yerda topadigan pulga rostdan qiziqqanim yo'q. Umuman qiziqqanim yo'q. Anchagina. Siz xohlagan ovqat yesangiz, uxlash rejimi har xil bo'lsa, bu tibbiy jihatdan yozilgan bo'lsa, aslo ahamiyatsizmi? Shunda esa tibbiy yozilgan nima keragi bor? Rezini bitirmasdan qanday xohlagan narsa ishlash mumkin? Esa siz rezi nima keragi bor? Qarang, uxlash, yeyish, bu narsalarni o'ylash hozir meni vaqtim bor bo'lgan narsa emas. Aniqrog'i 1 oy oldin buni o'ylash uchun menga vaqt yetarli emasdi. Siz o'ylab ko'ring, ishlaysiz, bitta o'zingiz yashaysiz, hamma narsani bo'yicha o'zingiz shug'ullanasiz, pul topishingiz kerak. U ishingizdan tashqari, misol uchun boshqarishingiz kerak bo'lgan odamlar bor, mas'uliyatlaringiz bor, nechtadir imtihonga tayyorlanishingiz kerak, sport bilan shug'ullanishingiz kerak. Qaysi biriga ulgurasiz? Endi o'tirib olib turib, men sog'lom ovqat qilishim kerak deb turib, sog'lom ovqat pishirib o'tirishim kerak? Yo'q, unaqa narsa ketmaydi. Shunaqa vaqtlar keladi, hamma narsadan kechiladi. Bilmayman, bu meni mentalitetim shunaqa. Xohlasam, misol uchun biror narsani qilishim kerak bo'lsa, kuniga 1 oy 3 soatdan uxlashim mumkin. Har kuni 3 soatdan 1 oy uxlashim mumkin. Agar o'sha narsani men miyam xohlasa, men o'sha narsani haqiqatda xohlasam, miyam uyg'onadi, miyam tetik turadi. Ilojini topaman o'sha narsani. Shunaqa. U rejimsiz yashash degani butun umr degan narsani nazarda tutganim yo'q. Prosta shunaqa vaqti kerak bo'ladi, keladi. Hozir misol uchun normal hamma narsa. Hozir g'amim yo'q hech qanaqa. Uyqu ham joyida, ovqatlanish ham joyida, chunki ovqatni boshqa odam pishirib beradi hozir. Uxlaganimda misol uchun kimdir uyg'otmaydi ertalabda yoki qanaqadir bosh og'riq bilan uyg'onishim shart emas. Shuning uchun u ahamiyatsiz deganim yo'q. Lekin vaqtida ahamiyatsiz edim. Hozir ahamiyatsiz edim. Hozir emas, endi shu 1 oy oldin nazarda tutdim. Imtihonga tayyorlayotgan paytimni nazarda tutgan edim. Ming zo'r uxlab turib, ming yaxshi ovqatlanib turib, hayotingiz stressga to'la bo'ladigan bo'lsa, umuman ahamiyati yo'q rostda. Hayotingizni yaxshilang, u o'zi yaxshi ketadi hamma narsa. Xo'p, rezidenturani bitirmasdan turib xohlagan yo'nalishda ishlash mumkin. Yo'q, unaqa deganim yo'q. Xohlagan yo'nalishga ishga kirishingiz mumkin, o'shanda rezidentura boshlanadi dedim. Misol uchun, lordan ish topib turib, lor bo'lmoqchisiz, lordan qanaqadir Stellenangebot ko'rib qoldingiz, o'sha yerga ishga joylashaman deb hujjat topshirdingiz, kirdingiz, o'shanda sizda rezidentura boshlanadi. Kirgan paytingizda demoqchiman. Yoki neyroxirurgiya topdingiz, neyroxirurgiya kirdingiz, birinchi yildan o'sha neyroxirurgiya rezidentura boshlanadi. Shuni nazarda tutdim. Ishlab ketaverasiz deganim yo'q. O'sha 5 yilni bitirasiz, keyin o'sha mutaxassislikka erishasiz. Ya'ni fax arz bo'lasiz keyin. Zaksini ahalda yashab turib, badam o'tmirlikdan KP topshirsa bo'ladimi yoki propiska milliy beshani badam o'tmirlikda milliy beshani so'raydi. Anmelding so'raydi. Farruxbek, KPni MFA qilgan shaharda topshiriladimi yoki KPni xohlagan joyda topshirsak bo'ladimi? KPni MFA qilgan shaharda yoki KPni xohlagan joyda topshirsak bo'ladi. Bavariyaga bizga shunaqa maslahat berishgan aytgan. FSPga tezroq keladi termin, 6 oyda kelyapti deyishgan uchun Bavariya topshirganman.
KPni ko'rasiz hujjatlarni. Misol uchun ba'zi bir viloyatlar hozir yuqorida do'stimiz aytgandaqa yo shtelin suzagi so'raydi, ya'ni ishga o'sha yerda sizga ish borligi haqida qanaqadir biror bir ish beruvchi shu yerda sizga ish borligi haqida hujjat berish kerak, bu bolani ishga olmoqchiman deb, yoki anmeldingiz bo'lishi kerak, o'sha yerda yashaydigan bo'lishingiz kerak o'sha viloyatda topshirish uchun. Ba'zi viloyatlarda shunaqa, hammasida ham emas, ba'zilarida shunaqa. Xudoga shukr. Work and travelga qachon hujjat qilish kerak? Hozir qilish kerak. Dekabr, yanvargacha hujjat qilish kerak iloji boricha. Yanvardan keyin kech bo'ladi. U aslida sentyabr, oktyabrda qilish kerak. Aslida. Prosta eng kechini aytyapman. Eng kecha fevralda ham iloji bor, lekin O'zbekiston sharoitida turib qiyin bo'lib ketadi. U yog'iga ulgurish stress bo'lib ketadi odam uchun. O'shaning uchun zikr bo'lish uchun, ya'ni safe bo'lish uchun hamma narsani shu sentyabr, oktyabrda qilish kerak. Dina 6-kursda o'qish onlayn bo'lsa, oilaviy birlashtirish qilib ketsa bo'ladimi? O'zbekistonda muammo bo'lmaydimi? O'qishni bitirib ketgan yaxshimi? Agar onlayn bo'ladigan bo'lsa, qayerda bo'lishingizni qizig'i yo'q. Onlayn bo'ladigan bo'lsa. Ketsa bo'ladi. Rahmat aka, yo'l endi aniq. Nemis tili keyin KP ishlaringizga omad. Rahmat. Hojimurod shifokor o'ziga qoladigan summa netto qancha? Tan olingan shifokor. Yaqinda bitta akamiz bilan gaplashuvdim. Aka inner meditsinada ichki kasalliklarda ishlaydi. Dejurstvalar bilan birga oyiga 4 ta dejurstva turar ekan. Undan tashqari o'sha oddiy ishi aka 5,5 ming plus qolyapti dedi. 5,5 mingdan 6,5 minggacha har xil bo'lyapti dedi. Go'tsami yoki tilk? Testaf. Men testaf topshirganman, testaf yaxshi deb o'ylayman. Go'tsaga nisbatan ham, tilkka nisbatan ham. Xo'p, do'stlar, yetarli menimcha. Anchagina gaplashdik, anchagina maza qildik. Do'stlar, hammaga kattakon rahmat. Soat 8 dan soat 11:46 gacha birga bo'lganinglar uchun va savollar uchun. Savollarga menimcha hammasiga javob berdim. Yaxshi dam olinglar. Aytganimdek e'tibor uchun, vaqt uchun, hammasi uchun rahmat.